kirolmasam nima qilaman? O'zbekistonda qolib, qayergadir borish rejasi. Podkastimizning ikkinchi sonidamiz. Bugungi mehmonimiz Sayfullo. Shu ikki narsa juda katta qismni tashkil etgan mani portfoliyomni. Maqsadlar bo'lishligi, katta maqsadlar bo'lishligi. Mana shu narsani insholarda nimaga uchun inshoda o'rni katta? Aynan sizni Qo'shimcha mashg'ulotlar qilishda orqaga kech qolyapman. Shuning uchun tezroq qilishim kerak. portfolio qilishim kerak ekanu, siz bunaqa qilgan ekansiz, lekin men bilmayman bu narsani qanday qilishni deb bahona qiladi doim. Lekin siz o'zingiz misolingizda qadamma-qadam ochib bersangiz, O'sha hali universitetga topshirish nimaligini bilmagan paytlarimdan beri qilib kelgan narsa. qanday yondashish kerak o'zi bu imtihonlardan yuqori natija olishda? Chunki maqsadim sentyabrdan keyin faqat essega e'tiborimni qaratish bo'lgan. Shuning uchun o'sha qabrimda ustida, ya'niki Sayfullodan hech narsa qolmadi deyishli holatiga tushib qolmaslik deyapsiz-da. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun biz podkastimizning ikkinchi sonidamiz. Bugungi mehmonimiz Sayfullo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Sayfullo? Va alaykum assalom Yusuf aka, taklif uchun rahmat. Sizga ham rahmat vaqt ajratib kelganingiz uchun. Keling Sayfullo, qisqacha o'zingiz haqingizda tanishtirsangiz, keyin shundan so'ng suhbatimizni boshlaymiz. Ismim Sayfullo Saidov, Buxoroda tug'ilganman va hozirda Princeton universitetining 1-kurs talabasiman. Rahmat. Xo'p, demak, siz bizni ikkinchi mehmonimizsiz. Bu podkastimiz IF loyihamiz ostida shakllandi. Bu asosan shu top universitetlarga kirmoqchi bo'lgan yoshlarga yo'l yo'riq ko'rsatish, ma'lumotlar ulashish, o'sha bu jarayonda kerakli bo'lgan barcha yo'l yo'riq, maslahat, foydali ma'lumotlar bilan ulashishlik va shu bilan bir qatorda aynan shu top universitetda o'qiyotgan talabalar bilan, bitirib chiqqan talabalar bilan suhbatlashishlik. Bu orqali biz aynan o'sha universitetlarda o'zi nima o'rganiladi, qanaqa yo'nalishlarga kirish mumkin, qiymati qanaqa, oddiy universitetdan ko'ra farqi bormi, yo'qmi, yoki u universitetdagi qiymatlarni u universitetga bormasdan ham olish mumkinmi yoki yo'qmi? Shu kabi savollarga javob berishga harakat qilamiz. Aynan o'sha universitetda o'qib chiqqan va o'qiyotgan bolalar orqali. O'tgan safar birinchi mehmonimiz universitetlarni bitirib o'zini karyerasini boshlab bo'lgan do'stimiz edi. Mana endi siz o'qishga endi kirib, mana Princetonda 1-kursda yakunlayapsiz. Demak, siz bilan suhbatimiz asosan shu admission atrofida o'qishgacha bo'lgan jarayonlar haqida ko'proq gaplashamiz va undan keyin o'sha 1-yillik taassurotlaringiz, yo'nalish, Princeton Education in US degandek shular haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, Sayfullo, keling unda boshlaymiz. Birinchi qisqacha orqaga qaytsak, ya'niki siz O'zbekiston Buxoroda tug'ilgansiz va Yaponiyaga ketgansiz yoshligingizda, to'g'rimi? Va undan keyin qaytib kelib Prezident maktabida o'qigansiz. Xo'p, shu Yaponiya qismidan boshlasak, ya'niki Yaponiyaga ketdingiz, o'sha yerda ta'limingiz nima bo'lgan? U yerda nimalar o'qigansiz? Nimaga bu savoldan boshlayapman? Sababi siz bugun biz uchun case studysiz. Qaysi ma'noda top universitetiga kirish hammada har xil, bitta universal modeli yo'q. Hamma turli xil jihatdan kira olishi mumkin. Siznikini ko'rsak, ya'niki sizdagi success faktorlar, ya'niki sizni o'qishga kirishingizda katta sabab bo'lgan narsalar nima? Shularni ochishga harakat qilamiz. Bu orqali bolalarga qiymat bera olamiz shunda. Keling o'sha Yaponiyaga sayohatdan boshlaymiz. Qancha muddat o'qigansiz? Qanaqa holatda bo'lgansiz? U yerda ta'limini olganmisiz? Maktabda o'qiganmisiz? Tilini o'rganganmisiz? Shular haqida ma'lumotlar bersangiz. Xo'p, shu Buxoro tug'ilganimdan keyin 3 yoshimda Yaponiyaga oilaviy ko'chib o'tganmiz. Dadam, oyim va men o'sha paytda va u paytda til bilmas edim. Tabiiyki 3 yoshligimda tojik tilini, ya'ni o'sha Buxoroda biz tojik tilida gaplashamiz. Tojik tilini ham mukammal bilmas edim. Lekin shu Yaponiyaga bora olib, tojik tili, keyin yapon tilini o'sha atrof muhitdan o'rganishni boshladim. Esimda bor, bog'chaga borganimda birinchi marta juda qiynalganman. Nimadir masalan o'yinchoq so'rashga yoki masalan hojatxonaga borishga
qiynalganman, chunki yapon tilida tushuntira olmaganman o'sha bog'cha opamga. Lekin tushunib yetganmanki, agar til o'rganmasam, bu yog'iga survive, ya'ni qolishni iloji yo'q. Tirik qolishni iloji yo'q Yaponiyada. Shuning uchun o'rganishga majbur bo'lganman. Ya'ni atrof muhitda mani majburlagan yapon tilini tez o'zlashtirib olishga. Va bunga erishganman va maktabga chiqqunimcha yapon tilida bemalol so'zlasha olar edim va maktabni ko'pincha so'rashadi, "San xalqaro maktabga borganmisan?" deb so'rashadi. "Ingliz tilida o'qiganmisan?" Yo'q, men to'liq shu oddiy yapon maktabiga borganman, o'sha davlat maktabiga va hamma darslar yapon tilida bo'lgan. O'sha 1-sinfligimdan beri. Va men yapon maktabida 5-sinfgacha o'qidim. Yaponiyada ta'lim tizimi maktablar 3 ta qismga bo'linadi. Birinchisi boshlang'ich maktab, 1-dan 6-sinfgacha, ikkinchisi junior high school deyishadi. O'rta high school degani 7-dan 9-sinfgacha va high school 10dan 12-sinfgacha. Ularning sistemasi tizimida 12 ta sinf. Va men o'sha 7-sinfdan qolganimda O'zbekistonda o'qigan bo'lsam, 5-gachasini, boshlang'ich maktabning 5-sinfigachasini Yaponiyada o'qiganman. Va boshlang'ich maktabda O'zbekiston bilan o'xshaydi, darslar ko'p ham o'qiysiz. Boshlanishida o'sha harflarni o'rganishdan boshlanasiz. Yaponiyada agar bilishi mumkin, bu podkastni ko'rayotganlarni 3 xil yozuv tizimi bor: hiragana, katakana va kanji. Hiragana bilan katakanani birinchi qismida o'rganasiz, 1-sinfni, keyin kanji, o'sha simvollar, iyerogliflarni o'rganishni boshlaysiz. Iyerogliflarni o'rganish bu maktab davringiz davomida har yili bo'ladigan narsa, ya'ni to'xtamasdan bo'ladigan narsa, ya'ni qaysi qismda to'xtaydigan narsa emas, har yili yangi iyerogliflarni o'rganasiz, o'sha ro'yxat bor, o'shani o'rganasiz. 6-sinfgacha yapon maktabida o'qigan bola 1006 tagacha o'rganadi va men ham shu 1000 dan ko'p o'rganganman. Ya'ni o'zim masalan mustaqil ravishda kitob o'qiganimdan keyin, boshqa o'sha televizor ko'rgandan keyin, boshqa medialar orqali ko'proq o'rganganman. Shuning uchun masalan 2000 ta 3000 tagacha iyeroglif bilishim mumkin. Va shu, ya'ni asosiy darslar bu ona tili, o'sha yapon tili darslari. Undan keyin matematika, science fani, ya'ni hali O'zbekistonga o'xshab bo'lmagan tabiatshunoslik bo'lsa, bizda ham o'sha science deb fan o'tishadi 3-sinfdan. Qiziq tomoni, ingliz tili 1-sinfdan o'tilmaydi. U yerda 5-sinfdan boshlab o'tiladi. Shuning uchun masalan, mana ingliz tili o'qituvchilar bo'lgani uchun uyda ingliz tilini bilardim. Juda zo'r bo'lmasa ham ba'zi so'zlarni bilardim. Shuning uchun 5-sinfga borgandan keyin hello, how are you dan yana qaytadan boshlash ozgina kech tuyulgandi. Va O'zbekistonga qaytib kelib bilsam, bu yerdagi sinfdoshlarim 1-sinfdan beri ingliz tilini o'rganar ekan. Shu farqi bor. Sababi chunki ingliz tilini unchalik ham muhimlik darajasi yo'q. Agar siz Yaponiyada qolib ishlamoqchi bo'lsangiz, yapon tili deyarli sizga yetarli bo'ladi. Shu boshlang'ich maktab unchalik bosim ostida o'qimaysiz. Tasavvur qilishadi, Yaponiya, Asia, East Asia, shuning uchun bosim ostida o'qishadi, qiyin o'qish deb o'ylashadi. Bu keyinchalik high schoolda shunaqa, universitetga kirishda juda bosim ostida siz o'qishingiz kerak, lekin boshlang'ich maktab, ingliz tilida aytganda chill, juda relax holat, ya'ni unaqa qiyinlik tomoni yo'q. Har kuni maktabga o'z xohishim bilan borardim, ya'ni o'rtoqlarim bilan o'ynashga, darslar qiziq bo'lgani uchun o'zim xohlab maktabga borar edim. Darslardan tashqari ko'chada dodgeball o'ynar edik. O'sha paytlar, o'sha 2010-yillar Yaponiyadagi eng mashhur o'yinlardan biri dodgeball. O'shani tashqarida o'ynardik, beysbol o'ynardik. Yaponiya yana boshqa sport turi. Shu maktabdagi hayotim, maktabdan tashqari har xil o'sha paytda extracurricular deb aytish qiyin-da, admission bo'lmagani uchun, lekin shunchalik qiziqishim bo'lgani uchun sportlarga borar edim. Masalan, 1-sinfligimda suzishni boshlaganman va
o'shani har doim davom ettirganman suzishni va Yaponiyada 5-sinfligimda shu suzish bo'yicha sertifikat olgandim. Davlat standartining eng baland leveli bor, level 1. Yaponiyada teskarisi o'sha 19-8da birinchi level, eng baland level, o'shani tugatganman. Undan tashqari karatega borganman 2-sinf oxirrog'ida. Karatega borishimga sabab birinchi o'sha paytda Karate Kid degan kino chiqqandi 2010-yilda Jaden Smith bilan Jeki Chan kinosi. O'shani ko'rganda, mana DVDsi ham bor edi. Har doim uni mashinada ko'rardim. Qanaqadir uzoq road triplarga borsak, oilaviy. Va o'sha ta'sir bo'lgan va so'raganman, bormoqchiman deb so'raganimda dadam topib berganlar o'sha uyim atrofidagi karate dojo deyishadi, o'sha markazni va qatnashni boshlaganman. Va karatega shu Yaponiyadan O'zbekistonga qaytib kelguncha har doim borar edim. Va shu poyezd beltlarini ham o'sha boshida oq bo'lgan bo'lsa, oxirida ko'kgacha yetib olganman, ulgurganman ko'kgacha borishga. Va shu. Tushunarli, ajoyib. Demak, 5-sinfgacha o'qidingizda Yaponiyada, keyin qaytib keldinglar, to'g'rimi, O'zbekistonga? Keyin undan keyin prezident maktabiga kirishdan oldin mahalliy maktabda o'qigansiz, to'g'rimi? Necha yil o'qigansiz bu yerda? Mahalliy maktabda 2 yil o'qiganman, 5-sinf bilan 6-sinfdan. 5-6-sinf. Undan keyin demak, prezident maktabiga kirgansiz. Prezident maktabi ochilgan 2019-yilda, shuning uchun birinchilardan bo'lib o'sha topshirganmiz hujjat o'sha paytda. 7-sinfdan boshlab demak prezident maktabida o'qishni boshlagansiz. Qiziqarli bir savol, o'zbek tilini qachon o'rgangansiz shunda? O'zbek tilini o'rganishni O'zbekistonga qaytib kelishimiz aniq bo'lgandan keyin sekin-sekin o'rganishni boshlaganman. Men unaqa kitob orqali emas, ko'proq kino orqali o'rganganman. Ya'ni o'zbek kinosi juda ko'p ko'rganman o'sha paytlar YouTube'da. Shuning uchun masalan kino haqida gapirsak esimga keladi o'sha ba'zi kinolari. Shu orqali o'rganganman. Keyin masalan ota-onam ba'zida O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin kitob olib kelishar edi. Maktab programmasidagi o'qish kitobi, ona tili, o'sha tarix, geografiya kitoblarini olib kelishardi va o'sha kitoblarni ham o'qiganman. Ya'ni esimda bor, majburlab menga o'rgatishardi, chunki u paytda men bilmasdim-da, nima uchun menga o'zbek tili kerak, men Yaponiyada yashayapman. Yaponiyada yashayotgan bo'lsam, nima uchun men o'zbek tilini o'rganishim kerak? Lekin aytishgan, keyinchalik O'zbekistonga baribir qaytib kelasan va u yerda qiynalmasliging uchun hozirdan boshlashing kerak. Shuning uchun tilni mukammal bilmagan bo'lsam ham alifboni bilar edim. Eshitish qobiliyatim yaxshi edi kino orqali. Gapirishda baribir aksent bilan va yaponcha aksentlar bilan gapirardim o'zbek tilini o'sha paytlar. O'rganishni qaytib kelgandan keyin boshlaganman. Ya'ni qaytib kelgandan keyin o'zbek tili, rus tili, ingliz tilini qaytib kelgandan keyin o'rganganman. 2017-yildan beri. Demak, 5 ta tilda bilasiz ekanda. Endi bir savol keyingi qismga o'tishdan oldin fikrlaganda, murakkab, kompleks muammolar haqida o'ylaganda, g'oyalar haqida o'ylaganda qaysi tilda o'ylaysiz? Ko'p shu savolni berishadi. Ko'pincha mix, ya'ni 2-3tasi aralash holatda. Lekin yaqinda sezganim, qaysi tilni ko'proq ishlatsangiz, siz shu tilda o'ylaysiz. Masalan, men hozir Amerikada asosan ingliz tili ishlatayotgan bo'lsam, fikrlayotganda yoki masalan duo o'qiyotganingizda ko'pincha ingliz tilida aytadigan o'qigan ekanman. Oldinlari o'zbek tilida yoki tojik tilida aytadigan bo'lsam, fikrlashlar ko'pincha shu ingliz tilida. Yaponiyada bo'lganimda yapon tilida, qaytib kelgandan keyin boshida yapon tilida o'ylagan bo'lsam, keyinchalik o'zbek tili, ingliz tili, tojik tilida o'ylashni boshlaganman. Ya'ni qaysi til bilan ko'proq shug'ullansangiz, muhitingizga ham bog'liq ekan shu narsa. Va bu juda muhim narsa, sababi o'zingiz bilmagan holatda ularda culture, urf-odatlari, ularda qarashlariga ham moslashib qoladi-da, yondashuvingiz, fikrlashingiz. Masalan, biror bir muammoga beruvchi yondashuvingiz, fikrlaringiz ham qorishib ketadi-da.
va masalan siz yaponchada o'ylab javob berishingiz inglizcha o'zbekchadagilari farqlanadi. Bu juda ko'p empirical studylar, tadqiqotlar qilingan bu yuzasidan. Tushunarli. Demak, oddiy maktablarda o'qidingiz, keyin prezident maktablariga kirdingiz. Prezident maktabida o'qishni boshladingiz. Keling o'sha yerdan boshlaymiz. O'zi universitetlarga kirishlik, bu qaysi nuqtada boshlangan sizda harakat qilishlik, universitetga tayyorgarlik tushunchasi? Xo'p, 7-sinfda qabul qilingan bo'lsam, esimda bir marta uyda eshitganman, o'sha paytda qarindoshlarimiz, boshqa odamlar O'zbekiston universitetlariga qabul qilingan va qiziqib ko'rganman. Universitetga mana borishim kerak, maktabni bitirgandan keyin. Shuning uchun qiziqib ko'rganman, qidirganman. Bitta qarindoshimiz tatuga qabul qilgan edilar o'sha paytda va tatu o'sha engineering type universitet bo'lgani uchun qidirganman va dadamga o'sha kompyuterni olib borganman, ko'rsatganman. Dadam mana shu yerga topshirmoqchiman deb. Shu narsa esimda bor 7-sinfligimda. Keyin O'zbekiston universitetlarini unutganman. Qachonki 8-sinfligimda qish oylarida o'sha 10-sinf bo'lib qabul qilingan boshdagi o'sha bizdan katta sinf o'quvchilari 11-sinf bo'lib qishida topshirib qabul qilinish boshlangandan keyin qiziqqanman. Ya'ni Amerikaga qabul qilinishyapti degani biz ham keyinchalik bu narsaga erishsa bo'ladi. Ya'ni bizdan oldinroq sinf o'quvchilari qilayotgan degani biz ham biror kun shu vaqtlarda bizga ham topshiramiz. Va 8-sinfda Buyuk Britaniyani qidirishni boshlaganman. Asosan Buyuk Britaniya universitetlari. Bu paytda hali grant, scholarship deb tushuncham bo'lmagan. Shunchaki qiziqishim o'sha Buyuk Britaniyada o'qish, maqsadim o'sha Cambridge bilan UCL, shu ikkita universitetga juda qiziqaman. Shu dream school bo'lgan o'sha paytda. 2020-yillardan beri. Va yana bitta narsa, Telegramda kanal ochganman. O'zim uchun, ya'ni ma'lumotlar tashlab turish uchun kanal ochganman. UniPrep degan. Yaqinda qarab chiqdim. Eng oldingi post, ya'ni tashlagan linkim 2021-yil boshrog'iga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni 8-sinf atrofidan men qiziqishni boshlaganman. Ya'ni chet elga topshirish haqida. Keyin 8-sinf tugatgandan keyin davom ettirdim o'sha ma'lumotlar qidirishga har xil davlatlarda va 9-sinfni tugatish arafasida o'sha iyun oyida Amerika haqida qiziqib ko'rdim. U yerda o'sha Instagramda har xil joylarda Amerikaga bolalar ketishyapti, o'sha grant yutishyapti degan ma'lumotlar chiqqandi va o'sha paytda Freshman Academy ham bolalarni qabul qilinganini ko'rsatishni boshlaganda Yale'ga, boshqa universitetlarga va qiziqaman shu Yale'ga o'xshagan Ivy ligasiga o'quvchilar qabul qilinyapti degani men ham bu narsani uddalay olaman degan. Va Amerika universitetlarini topshirish jarayoni haqida o'sha iyul oylarida o'rganishni boshlagan bo'lsam, 9-sinfni tugatayotganimda 10-sinfni boshlashdan oldin avgust oyida SAT imtihoniga tayyorlanishni boshlaganman. Ya'ni o'sha hali 10-sinf bo'lmagan paytimda ham allaqachon Amerikaga o'qish degan o'zimga maqsad qo'ygandim. Chunki Buyuk Britaniyada grant yo'q ekan, shuni aytdimki, Buyuk Britaniyada menimcha deyarli imkoniyat yo'q o'qishga. Shuning uchun Amerikaga o'z fokusimni qaratdim va SATga tayyorlanishdan boshladim o'sha 10-sinfda va yana bir narsani bildimki, hozir men qo'shimcha mashg'ulotlar qilishda orqaga kech qolyapman. Shuning uchun tezroq qilishim kerak. 10-sinfni boshida o'sha barchasini list qilib chiqdim, nimalar qilishim kerakligini, kimga lichkasiga yozishim kerakligini, kimdan nimadir so'rashim kerakligini hammasini list qilib chiqdim va hammasini qildim. Volunteering qilishim kerak bo'lsa, bitta tashkilotga aloqaga chiqdim. Masalan, research qilishim kerak bo'lsa, masalan, tanishlarim orqali sizga assistant bo'lsam bo'ladimi deb hammalarga aloqaga chiqdim va 10-sinfning dekabrigacha asosan qilmoqchi bo'lgan mashg'ulotlarim listi aniq edi Notion'da. Notion haqida ham keyinroq gaplashsak bo'ladi. 5 yildan beri ishlatganman. Notion o'sha 8-sinf, 9-sinfligimdan beri. Va shu list qilib chiqardim, hamma nima qilishim kerakligini va ishlarni bajarar edim boshidan. Va
10 sinf asosan shu qo'shimcha mashg'ulotlar qilish va Reddit'dan ma'lumot qidirish bilan o'tgan. Essay yozish bo'yicha, boshqa narsalar bo'yicha, SAT tayyorlanish bo'yicha. Martda topshiriq 1470 olganman va qayta topshirganman mayda va bu safar 1520 olganman va shu yetarli bo'lgan. Shu mayda tugagan mana SAT journeyim. Va undan keyin IELTS bilan TOEFLga tayyorlanganman. Bu 10 sinfning oxirrog'i, ya'ni may, iyun oylari haqida gap ketyapti. Birinchidan nima uchun TOEFL? Chunki 10 sinfni boshida Education USA ning Virtual College Prep Club degan programmasiga topshirgan edi va qabul qilinib, o'sha yerda yana ko'proq Amerikaga topshirish bo'yicha ma'lumot olgan edim va o'sha kursni bitirayotganimda TOEFL topshirishim uchun bizga kupon berishgan, ya'ni bepul kupon TOEFL topshirib ko'rishimiz uchun va TOEFL topshirganman. TOEFLdan 111 ball qo'lga kiritganman 120 dan. Bu yaxshi natija bo'lgan, ya'ni ko'p universitet requirementlardan bolam va keyin IELTSga topshirganman. TOEFLga tayyorlanganim uchun IELTSga unchalik tayyorlanishim shart bo'lmagan va IELTSga 2 haftacha writing uchun tayyorlanib topshirib 8,5 ballni avgust oyida qabul qilganman. Ya'ni sentyabr 11-sinfning sentyabrigacha allaqachon barcha sertifikatlarim, mashg'ulotlarim qilib bo'lganman o'shanda. Chunki maqsadim sentyabrdan keyin faqat essayga e'tiborimni qaratish bo'lgan. Shuning uchun deadline 1-sentyabr mustaqillik kunigacha men hamma narsani qilib bo'lgan bo'lishim kerak. Shu narsani maqsad bo'lgan va shuni uddalaganman. Zo'r, tushunarli. Hozir bundoq sizni yo'l xaritangizni chizib ketyapmiz-da, boshidan, birinchi sinfdan boshlab. Buni qiymati juda katta. Qanaqa desangiz, bu yerda tomoshabin odam yoki siz haqingizda birinchi eshitganda Sayfullo Princeton deb eshitadi-da, birdaniga xayolida bitta katta bir shaxsiyat paydo bo'ladi, bir o'ziga xos, o'ziga solishtirish mumkin-da, bir 8-sinf, 7-sinf bola yoki qaysidir viloyatdan boshqadan, ya bu boshidanlar xayolida blok bo'lishi mumkin. Ya ilojsiz, qiyin narsa, bu bolalar endi boshqa darajada degan narsa. Hozir mana bundoq aytib beryapsiz hikoyangizni. Hikoyani eshitganda, tinglaganda yaxshilab diqqat qilsa, hamma erishishi mumkin bo'lgan holatligini anglab yetadi. Agarda qattiq harakat qilsa. Hozir buni yana ichkarisini ochamiz, ya'niki o'ziga xos jihatlarini. Hop, qarang, bu yerda SAT, IELTS'da aytib o'tdingiz, 1520 oldim, IELTS 8,5, TOEFL 110. Bu katta natijalardi. 2 hafta tayyorlandim, 4 hafta tayyorlandim deyapsiz. Bu yerda qanaqachasiga deb tushunib qoladi-da bolalar. Eng katta sabab bu darajada qisqa muddatda yuqori natijalar olishingiz sizni fundamental bilimlaringiz, ya'ni fundamentals juda yaxshi shakllangan edi, to'g'rimi? Ya'ni o'sha Prezident maktabida o'qib yurganinglarda, demak, sizlar ingliz tiliga va matematikaga ixtisoslashtirilgan holatda o'qirdinglar. Ya'niki fundamental o'zi darajalar zo'r bo'lganda, imtihonda strukturasiga moslashish uchun sizlarga o'sha qisqa muddat vaqtlar kerak bo'lgan imtihon topshirishga, to'g'rimi? Shunaqa. Buni muhim jihati nimada? Bolalar masalan hali ingliz tilini chuqur o'rganmay turib, bu narsani o'sha O'zbekistondagi SAT bo'yicha o'qituvchi bolalar bilan gaplashganimizda shu narsani aytganda, pre-intermediate endi o'qiyotgan bola 6 oyda SATdan 1500 plyus olsam bo'ladimi deb kelar ekanda, yoki shu kabi reklamalar boshqa qilsa boradida, o'qib chiqadi, SAT topshirib 1100 olib chiqadida. Nimaga bunaqa bo'ldi deb keyin o'zi ancha naqa bo'ladi, o'ylanib qoladi. Ya'ni bu jarayonda eng katta vaqt oladigan narsa O'zbekistonda shu imtihonlardan yuqori ball olish jarayonida. Hamma ham Prezident maktabida o'qimasligi mumkin. Va buni masalan 10-sinfda boshlab qo'ysa, siz kabi masalan yuqori natijalar ola olmasligi mumkin. Shunga bu yerda qanday yondashilinishli kerak? Ya'ni ota-onalar, farzand, o'sha tomosha qilayotgan bolalar yoki bo'lmasam hozir akalar, opalar ko'rayotgan bo'lishi mumkin-da, ukasi, singlisi bor. Shunga siz bu fikrga qanday qaraysiz?
ya'niki Mhm. qanday yondashish kerak o'zi bu imtihonlardan yuqori natija olishda? Hop. Birinchi navbatda aytmoqchi bo'lgan narsam, ba'zilar o'ylashadi, birinchi sinfdan beri to'g'ri maqsad qo'ymasa erishib bo'lmaydi degan. Lekin bir narsani bilishingiz kerak, man 3 ta tilni, o'zbek tili, rus tili, ingliz tilini 5-chi sinfdan keyin o'rganganman. Ya'ni 11 yosh, 12 yoshligimdan boshlab o'rganganman va hozir o'zbek tilida podkast qilyapman. 6-7 yil oldin so'rasangiz, ikkita so'zni bir-biriga bog'lab gapira olmasdim. Va shuning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam, ya'ni siz ba'zilar shunaqa hazil qilishadi, tug'ilganidan beri u Garvardga kirishga harakat qilyapti ota-onalar degan. Bunaqa narsa noto'g'ri. Balki hozir qaysi holatda bo'lsangiz, shu holatdan turib davom ettirishingiz kerak. Ya'ni unaqa man kech qoldim deb depressiyaga tushib bo'ldi deb unaqa give up qilishning yaxshi tomoni yo'q. Ya'ni give up qilish hech narsa sizga olib kelmaydi. Siz shunchaki hozir qaysi holatda tursangiz, o'sha holatingizni tahlil qilgan holda davom ettirishingiz kerak. Va shuning uchun til o'rganishga keladigan bo'lsa, agar siz o'zingizni man ishlatgan bitta usul bu qanday tushuntirsam ekan? Ya'ni maqsadingiz agar jiddiy bo'lsa, o'shandagina siz o'sha narsaga erisha olasiz. Agar aytaylik, ota-onangiz sizni majburlagan bo'lsa, shunaqa keyslar ko'rganman. Qabul qilinganimdan keyin ba'zi o'quvchilarga yordam berganimda, ota-onalari men bilan bog'lanishadi. O'g'limga yordam ber, qizimga yordam ber. Lekin o'g'li bilan gaplashsangiz, u SAT nimaligini bilmaydi, IELTS nimaligini bilmaydi. Chet elga u yerga o'qishga borib nima qilaman man? O'zbekistonda biznesimni rivojlantirmoqchiman deyishadi. Ya'ni ota-ona ba'zan o'g'lini, qizini majburlab o'sha chet elga qabul qilinishni xohlashadi. Lekin muammo ya'ni shu yerdan boshlangan. Ya'ni o'quvchining o'zida ishtiyoqi yo'q. Ya'ni o'quvchining o'zi nima qilayotganini tushunmaydi. Agar siz ko'chada yurib ketayotgan odamga qayerga ketyapsan deb so'rasangiz, agar maqsadi bo'lmasa, u to'xtamasdan yurishda davom etadi. Ya'ni man maktabga ketyapman, maktabga borsa u to'xtaydi. Ya'ni hamma ko'chada yurayotgan odamning maqsadi bo'ladi, qat'iy destination bo'ladi. Bolada ham shu destination bo'lishi kerak. Ya'ni onam meni tashqariga chiqarib yubordi, shuning uchun yuryapman degani emas. Shuning uchun birinchi navbatda ota-ona bolalari bilan gaplashish kerak. Ya'ni nima uchun chet elda o'qishingni xohlayapmiz degan savoldan boshlash kerak va chet elda o'qish senga nima beradi? Ya'ni reklama qilish kerak ota-ona o'zi bilgan ma'lumotlar orqali. Ya'ni chet elga borsang sen muvaffaqiyatli bo'lasan emas, balki yanada spesifik, ya'ni ko'proq ma'lumot berish kerak. Ya'ni aynan nima uchun chet el, nima uchun O'zbekiston emas? Chunki ba'zilar o'ylashadi, chet el O'zbekistondan zo'roq, lekin har doim ham unaqa emas. Agar sizning keysingizga bog'liq, agar siz masalan tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz yoki O'zbekiston doirasida qilsa bo'ladigan ish bo'lsa, siz O'zbekistonda qolganingiz ba'zan yaxshiroq chet elga borishga qaraganda. Shuning uchun chet elga borish har doim ham zo'r degani emas. Shu narsani birinchi navbatda oydinlashtirish kerak ota-onalar o'z bolalari bilan. Undan keyin birgalikda rejani tuzishni boshlash kerak. Xo'p, agar bolalari chet elga o'qish ishtiyoqi paydo bo'lsa, ularda birinchi navbatda til o'rganishdan boshlash kerak. Ya'ni til o'rganmasangiz, siz test topshira olmaysiz, hech qaysi imtihonga kirib yaxshi ball olmaysiz, essay yoza olmaysiz. Shuning uchun ingliz tilini o'rganish bu birinchi sizdagi to-do listdagi eng tepada turadigan narsa shu. Va men ishlatgan usul bu qo'rquv demoqchi emasman, lekin qo'rquv desa ham bo'ladi. Ya'ni men kirolmasam nima qilaman? Ya'ni O'zbekistonda qolib qayergadir borish rejani tuzmagan bo'lganman. Ataylab tuzmaganman, chunki maksimal darajada chet elga harakat qilishim uchun. Agar bu yerda qolib nima qilmoqchi bo'lganimdagi rejam bo'lmasa,
qo'rquv paydo bo'ladi. Hozir qolib ketsam, qayerga topshiraman, kech qolgan bo'laman-ku, O'zbekiston universitetlariga degan xayol bo'ladi. Paydo bo'lgan. Shuning uchun shu motivation, shu narsani ishga solib harakat qilganman. Til o'rganishda ham shunaqa, ya'ni siz agar jiddiy bo'lsangiz, O'zbekistonga kelib orttirmoqchi bo'lganman, shuning uchun majbur bo'lganman o'rganish. Ya'ni o'zingizni xohlab majburlash, qanday o'zbek tilida tushuntirishni qilganman, lekin ya'ni qisqasi jiddiy maqsadingiz bo'lmasa erishib bo'lmaydi. Masalan, man bo'ldi 3 yildan keyin AQShga ketaman degan maqsadlar bo'lmaydi. Ya'ni aniq oydinlashgan maqsad bo'lishi kerak. Fikrimcha. Tushunarli. Maqsad, motivatsiyalar haqida to'xtalamiz. Sizni ochamiz, ya'niki maqsadlaringiz, motivatsiyalar nima bo'lganini. Undan oldin hozir mana imtihon qismini aytib o'tdik, ya'niki bu imtihonga tayyorgarlik baribir fundamental bilimlar talab qiladi. Ingliz tili, matematikadan iloji boricha bir necha yil oldin boshlash kerak. 10-sinf, 11-sinfga qadamasdan. Xo'p, endi asosiy qismi portfolio, extracurricular activities. Nima uchun bu asosiy deyapman? Sababi mana IF platformamizda jamoaviy ishlab chiqqan admission roadmapimizda siz aynan o'sha portfolio qismini juda ham bir chiroyli holatda ochib bergansiz. O'zi portfolio nima, extracurricularlar nima, ular qaysi kategoriyalarga bo'linadi, ularni qanday izlab topish mumkin, qanday yondashish kerak va u narsa qanday boshqa qismlari bilan bog'lanadi. Bular haqida ochib bergansiz. Buni videoda ulashib o'tamiz, ya'ni referenslarda u kursga. Keyin shu admissionda asosiy qismlari o'zi mana stats bor, ana GPA, imtihon natijalaringiz, undan keyin shu extracurricularlar, undan kelib chiquvchi natijalaringiz, achievement, honors, keyin undan kelib chiquvchi masalan portfolio shakllanishi mumkin, research qilsangiz research paperingiz va hokazo va hokazo. Va undan keyin u ham tepadagilarga bog'langan holatda insho yozasiz, o'zingiz hikoyangiz va tavsiyanomalar. Asosiy shu 4 ta qism. Har birini ochamiz desak juda ko'p vaqt ketadi. Siz bilan fokusimizni portfolioga qaratsak, mashq qismidan ham sizni o'zingizni keysizdan ochsak, ya'niki umumiy ochamiz desak ham bu bir 5 soatlik mavzuda, unda ham yetmaydi o'zi aslida hammasini ochishlik. Keling sizni holatingizda sizni ochsak, ya'niki o'sha portfolio qismini aytib o'tdingiz, 10-sinfdan boshlagansiz, e'tibor berishda Notion'da listlarni qilib chiqqansiz va sizni portfolioingizda, extracurricular activitylaringizda asosan eng katta narsalar nimalardan iborat bo'lgan va ularni qilishingizda qanday yo'l tutgansiz, ya'niki qadamma-qadam o'zingizni misolingizda aytib bersangiz, shunda bolalar, men portfolio qilishim kerak ekan-u, siz bunaqa qilgan ekansiz, lekin men bilmayman-da bu narsani qanday qilishni deb bahona qiladi-da doim. Lekin siz o'zingizni misolingizda qadamma-qadam ochib bersangiz, o'zi uchun mana model olish mumkin, framework sifatida. Men ham shunaqa qadamlardan bosib o'tib qilsam bo'lar ekan degan narsaga kelish mumkin. Xo'p. Hammani o'zi portfoliosi har xil bo'ladi. Ya'ni birinchi hamma noto'g'ri o'ylaydigan narsa bu bitta formula bor. O'sha formulaga hamma amal qilsa, hamma Garvardga kirib ketadi. Bu noto'g'ri narsa. Ya'ni hammada har xil keys, hammaning o'zining essay yozish, hammaning o'zining portfolio tuzish usuli, kombinatsiyalari bor. Mani o'zimning shaxsiy misol sifatida o'zimnikini keltirsam, asosan menda ko'pincha research bo'lgan va volontyorlik. Shu ikki narsa juda katta qismni tashkil etgan mani portfolioimni va shu aynan hozir o'qiyotgan oliygohimga to'g'ri kelgan. Ya'ni men o'qiyotgan universitet asosan shu narsaga e'tibor beradi. Shuning uchun tasodifan shu narsa to'g'ri kelib qolgani uchun men shu universitetni tanlaganman desam ham bo'ladi. Ikkinchi narsa bu siz o'zingizni majburlab nimadir qilmasligingiz kerak. Chunki bilamizki, baribir portfolioni biz universitetga topshirayotganimiz uchun qilamiz, lekin bu degani siz boshqalar qilayotgan ishni
o'zingizni majburlab qilishingiz kerak degani emas. Ya'ni o'zi xohlamagan narsa bo'lsa, hech qachon qilmang degan tavsiyani ifda yana batafsilroq aytib o'tganman. Ya'ni universitet admission officerlar sizni faylingizni o'qigandan keyin bilib olishadi. Agar siz o'zingiz xohlab qiziqishingiz doirasida qilganmisiz yoki boshqa bolalar qilayotgani uchun qilganmisiz? Bu narsa juda tiniq ko'rinib turadi yozayotgan o'sha activity sectioningizdan. Shuning uchun ikkinchi narsa bu hech qachon majburlamang o'zingizni. Rostdan ham qiziqqan ishingizni qiling. Ya'ni formula yo'q, shuni qilsang Harvardga kirasan degan formula yo'q shuning uchun. Shu ikkita eng muhim narsa va men o'zim qiziqishim doirasida boshlagan narsalardan biri bu zakovat. Ya'ni hamma podkastlarda har xil joylarda aytib o'taman, zakovat. 7-sinfda boshlaganman. 7-sinfda men Princeton degan universitet dunyoda borligini hali bilmas edim. Shunaqa universitet borligini hali bilmas edim bu zakovatni boshlaganimda. AQShga topshirishda portfolio kerakligini ham bilmas edim. Aytganimdek, tatuni o'ylab yuradigan bola edim u paytlar 7-sinfda. Shuning uchun juda qiziqqanim uchun boshlaganman va davom ettirganman 11-sinfni tugatgunimcha. Ya'ni shu birinchi qilgan mashg'ulotim desam bo'ladi. Ikkinchi mashg'ulot bu har yozda Buxoroda gidlik qilar edim. Bu o'zimni yana boshqa qiziqishim bu tarix. Agar injiniring o'qimayotgan bo'lsam, ancha tarix major, history major bo'lar edim. Shu narsani o'zim aniq bilaman. Chunki tarixga juda qiziqaman va Princetonda ham har xil tarix kurslarini o'rganyapman. Va ikkinchi qiziqishim tarix bo'lgani uchun Buxoro tarixini yapon turistlarga yapon tilida, ingliz tilida aylantirar edim ularni. Pul olmasdan bepul shunchalik volontyor sifatida gidlik qilar edim. Masalan, Minorai Karamga borib, birorta yapon dodani topib olsam, yaqinlashib gaplashar edim. Shunaqa. Shu ikkinchi qilgan, o'sha hali universitetga topshirish nimaligini bilmagan paytlarimdan beri qilib kelgan narsa. Keyinchalik bu portfolioga aylangan narsa. Ikkalasi ham juda ham unik desa bo'lmaydi, lekin hamma ham qilmaydigan narsa. Ya'ni undan keyin sekin-asta o'sha chet elga topshirishni o'rganganimdan keyin research qilishni boshladim. Chunki research bu o'sha chet elga topshiradigan bolalar qiladigan ba'zi mashg'ulotlardan biri, ya'ni yaxshi deb tan olingan mashg'ulotlardan biri. Chunki qilish juda qiyin. Va menda unaqa professorlar bilan yoki boshqa insonlarning connection bo'lmagan. Shuning uchun eng birinchi qilgan narsam bu maktabdagi o'qituvchimga murojaat qilganman va o'sha odam orqali boshqa connection topish, ya'ni zanjir orqali, ya'ni taniydigan odam orqali va u odam boshqa taniydigan odam orqali deb zanjir topish, ya'ni tanish bilish bizda yomon tushuncha sifatida tarqalgan, lekin bunday o'ylab qarasangiz, ingliz tilida tarjima qilsak networking, ya'ni yomon narsa emas, balki bu sizning o'sha communication skillsni tekshiradigan va connectionlaringiz orqali nimalarga erishsa bo'lishini ko'rsatadigan narsa. Ya'ni tanish bilishni ishlatish kerak va shu orqali mashg'ulotni qilishingiz mumkin. Ya'ni bu yomon deb agar siz qilmasangiz hech qayerga improve qila olmaysiz. Ya'ni o'zingizda bo'lgan barcha resurslarni ishga solishingiz kerak. Kimnidirni tanisangiz, nimadirni bilsangiz, hamma narsani. Shuning uchun researchni qilganman. 3 ta research qilganman. O'sha 10 ta activitydan 3 tasi research bo'lgan. Bittasi O'zbekistonda loyiha qilayotgan yapon kompaniyasida, agricultural kompaniyasida. Ikkinchisi bu cold emailing texnik. Bu haqida ham to'xtalsam bo'ladi. Ya'ni tanishim agar bo'lmasa, nima qilish mumkin? Siz notanish odamga email yozsangiz bo'ladi. Shu emailni yozib, 20 ta, 30 ta, 40 ta email yozib, kamida o'sha bir ikkitasidan javob xati keladi. Reject qiladiganlar bo'ladi, ba'zilar ignore qiladi sizni emailingizni va oxiri bittasi javob qaytargan va o'sha inson bilan birgalikda chemistry research qilganman.
chunki o'sha paytlar chemical engineering haqida o'rganayotgan edim, shuning uchun chemistryga e'tibor berganman. Ya'ni yana bittasi mashg'ulot qilayotganingizda o'zingizning tanlagan sohangizdagi mashg'ulotlarni ham qilishingiz kerak. Shuning uchun chemistryni qilganman. Va uchinchisi yana bitta chemistry research. Bu ham O'zbekistonga tashrif buyurgan, Milliy universitetga tashrif buyurgan yapon professor bilan. Uchala researchim ham yapon tilida qilganman. Lekin bu degani siz yapon tilida qilishingiz kerak degani emas. Balki o'zbek tilida qilsangiz ham bo'ladi, ingliz tilida qilsangiz ham, rus tilida qilsangiz ham bo'ladi. Muhimi nima qilganingiz, ya'ni qaysi tilda qilganingiz yoki Harvard professori yoki Milliy universitet professorining farqi yo'q. Ya'ni siz nima qilganingiz muhim. Siz kim bilan qilganingiz emas. Researchda. Bundan tashqari suzish birinchi sinfdan beri qilayotgan narsam. Volontyorlik, environmental volontyorlik, ya'ni ekologiya, atrof muhitni saqlash bo'yicha volontyorlik tashkilotlariga qo'shilganman va o'sha narsalar haqida ham yozganman. Va ko'rib turgan bo'lsangiz, ba'zi mashg'ulotlarim ancha oldindan beri qilayotgan ishlarim, ya'ni bir necha yillar, 5 yil, 6 yil oldin, undan oldin boshlagan mashg'ulotlarim. Bu bilan nima demoqchiman? Mashg'ulotlar qilishda eng muhim narsa bu consistency, ya'ni qanchalik uzoq muddatda siz davom ettirganligingiz. Harvarddagi 1-noyabr deadline'dan 2 hafta oldin boshlagan mashg'ulotingiz hech qachon sizga yordam bermaydi. Balki sizga yordam berishi mumkin bo'lgan mashg'ulot bu 5 yil oldin boshlangan, shunchaki qiziqishingiz doirasidagi birorta narsa. Farqi yo'q, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Siz agar to'g'ri u narsa haqida qiziqishingiz haqida gapirib bera olsangiz, shuni o'zi yetarli. Men research qilgan degani sizdagi Rubik's Cube qiziqishi mendan pastroq o'rinda turadigan emas. Balki teng o'rinda yoki sizdagi balandroq bo'lishi mumkin. Siz mendan Rubik's Cube'ga bo'lgan ishtiyoqingiz kuchliroq bo'lishi mumkin menga researchga bo'lgandan qaraganda. Shuning uchun mashg'ulotdagi eng muhim narsa bu qiziqqan narsangizni va uni to'g'ri ochib berish applicationda. Rostdan ham qiziqqaningizni, ishtiyoq bilan qilganingizni ko'rsatib bera olish. Va men shu narsani to'g'ri qila olganman va shuning uchun o'ylaymanki, meni portfolio qismi yaxshi shakllangan. Tushunarli, Sayfullo, juda ham foydali ma'lumotlar aytib o'tdingiz. Qisqagina recap umumiylashtiramiz. Demak, portfolio qilishda e'tibor berish kerak bo'lgan eng birinchi narsa bu, demak, universal oltin qoida yo'q yoki formula yo'q. Hammaga har xil yo'l bilan, ya'niki bosib o'tadi bu yo'lda. Bitta hammaga to'g'ri keladigan formula yo'q. Ikkinchisi, o'zingiz yoqtirgan narsani qilishingiz kerak. Ya'niki men Garvardga kirishim kerak, Garvarddagilar mana bu turdagi portfolioda yoki extracurricular activity'larni yoqtiradi deb turib qilib ketishlik kerak emas. Va uchinchisi, demak, bu siz o'sha tanlayotgan yo'nalishingiz atrofida qurilganlik bo'lishi kerak, asosiylari. Demak, bu sizdan berilgan 3 ta deylik qoida bo'ldi. Juda ham foydali va juda ham to'g'ri. Endi sizni deylik o'sha portfolioingizni umumiylashtiradigan bo'lsak, demak bu yerda o'sha zakovat, gidlik, research 3 ta va suzish, volunteering. Bu umumiy well-rounded holatda bo'lishligi uchun sizga qo'shimcha aktivitelar bo'lishi kerak. Siz o'zingizni o'qishdan tashqari faoliyatingiz, sport, san'at boshqa bo'lishi mumkin, lekin baribir yana asosiy bu yerda core ildizda turuvchilar ham bo'ladi. Masalan, bu yerda sizni liderlik qobiliyatingizni ko'rsatib beruvchi zakovat turibdi. Bu yerda sizlar asos solgansizlar, ko'pchilik yig'ilgan ichkariga agarda kirsak. Bu bitta katta ya'niki plyus. Ikkinchisi, demak, bu researchlar. Sizni tanlagan yo'nalishingiz, unga yana to'xtalamiz. O'sha chemical engineering yo'nalishi bu murakkab yo'nalishlardan hisoblanadi. Ya'niki buni o'qiy olishda o'zi yetarlicha qiyinchiligi bor. Va sizni qilgan bu yerdagi tadqiqotlaringiz, research assistantlik qilganlaringiz, bular hammasi men o'ylaymanki asosiy katta faktor bo'lgan o'sha kirishligingizda. Va bu yerda bir qo'shimcha o'sha
networking haqida aytib o'tdingiz, buni foydasi va muhimligi. O'tgan safargi podkastimizda ham o'sha Shahzod bilan suhbat qilganmiz. U yerda ham shu research qismini ochgan edik. Chunki u bola ham juda ko'p bu jihatdan kuchli bilimga va tajribaga ega edi. O'sha yerda ham biz qisqa eng sodda chizgan frameworkimiz asosan 3 ta qadam bo'lgan edi. Ya'niki birinchisi o'zingiz qiziqqan narsani tanlab oling. Yo'nalish, boshqa mavzu, o'zingiz yoqtirishingiz kerak. Ikkinchisi, demak, research qilish bo'yicha eng fundamental bilimlarni oling. Masalan, o'zi empirical study nima, literature review nima, o'zi deylik o'sha tadqiqotlar qanday qilinadi, o'qisangiz, masalan, data collection, ma'lumotlar yig'ishlik, metodologiya qanaqa shakllanadi yoki murakkablashtirsak, suhbatimizda masalan regression modellar haqida gaplashganmiz. Uni nima uchun foydalanadi tadqiqotlarda va hokazo va hokazo. Demak, bu ikkinchisi, ya'niki tadqiqot qilishga aloqador ma'lum bir fundamental bilimingiz bo'lsin. Va uchinchi qadam demak o'sha reach out. Ya'ni siz aytib o'tganingizdek networking qismi, ya'niki professorga chiqishlik, PhD o'qiyotgan talabalarga chiqishlik yoki bo'lmasa har xil tashkilotlarga chiqishlik. Endi siz hozir turli xil o'zingizdagi holatlarda aytdingiz. Bittasi cold email qilishlik. Buni ozgina ochib bersak, bolalar bilmasligi mumkin nimaligini. Bu cold emailing demak bu siz umuman tanimaydigan insonlarga o'zingizni tanishtirib chiqishligingiz. Masalan, LinkedIn profilingiz bo'lsa, deylik, siz Garvarddagi bitta professorni topdingiz yoki deylik, bitta o'zbek yigit PhD qilyapti Oksfordda, sizga qiziq sohada. Siz u bolani tanimaysiz, sizni tanishlari ham tanimaydi. U holatda siz to'g'ridan-to'g'ri chiqishingiz kerak. O'zingizni professional tarzda, chiroyli holatda xabar berib, masalan, o'sha LinkedIn orqali, email orqali o'zingizni tanishtirib, qiziqishingizni va u qilayotgan tadqiqot va asosiy u insonga chiqayotganingiz sababini bildirishlik. Mana shu cold emailing. Bu ko'p holatda oshiqcha ishlamaydi. Agarda ko'p marotaba qilsangiz, ichida baribir bir nechtasi ishlaydi. Siz aytib o'tganingizdek 20 tadan 2-3 tasi o'xshashi mumkin deganda, sizga bir dona kerak xolos o'zi. Lekin u uchun kerak bo'lsa 100 ta bo'lsa 100 tasini chiqarishlik kerak. Xo'p, demak, bu bizning qisqa portfolio haqidagi javobingizga recap bo'ldi. Va yana bir muhim narsa aytib o'tib ketdingiz, shunga to'xtalishimiz kerak-da. O'zi bu podkast if loyihasining ildizida yotuvchi qilmoqchi bo'layotgan narsalarimizdan biri ham shu. Ya'niki top universitetda o'qishlik bu bir nuqta, ya'niki bir yoshni hayotidagi bir keyingi qadam. Ya'niki bir station deydi-ku. Yo'lingiz bor, o'sha yo'lingizdagi 4 yillik vaqtingiz o'tuvchi joy, maskan. Agarda siz universitetga qarab, sen meni orzuyimsan, faqat sen uchun tayyorgarlik ko'rdim deb turib yondashsangiz, bu bir yondashuv, hamma narsani o'shanga moslashtirasiz. Lekin boshqacha yondashuv. Men o'zi hayotimda deylik aerospace engineeringga qiziqaman. O'zimni xuddi Elon Musk kabi SpaceX kompaniyamni shakllantirmoqchiman. Men ham deylik o'sha kosmosga sayohatlar qilmoqchiman. 1, 2, 3 yoki bo'lmasam kimdir men deylik kambag'al davlatlarda boy qilmoqchiman yoki medical sohada men rak kasalini davolamoqchiman. Ya'niki katta orzuga, ishtiyoqqa ega bo'lgan, ambitious deydi-ku. Ambitious yoshlarda ularda yo'li bor, maqsadi bor. Va u universitetga qarata aytadi: "Mana meni yo'lim shu, bu yo'lda sen menga keraksan. Va men senga kerakman" degandaydi. Ya'niki farqi nimada bo'lyapti bu yerda? Top universitetlar o'zi top bolalarni filtr qiladi xolos. Asosiy vazifasi shu. Ya'niki admission jarayonida deylik o'sha Garvardlarga 40 minglab odam topshirsa, xalqaro qismidan 100-150 ta oladi xolos. Ularda asosiy vazifasi filtr, eng zo'rlarini yig'ib olishlik. Tadqiqotlar qilingan, masalan, Garvardga deylik, Garvard misolida, Garvardga 2 ta talaba kiradi. Ikkalasi ham Garvardda o'qiy olish, qabul qilina olishlik darajasida. Bittasi o'qiydi, bittasi o'qimaydi. Ma'lum bir muddatdan keyin ikkalasini holatini tekshiradi. Hayotda qaysi darajaga yetishdi. Solishtirsa ikkalasining ham darajasi bir xil bo'ladi. Ya'niki bittasi Garvardga kirib o'qib chiqdi, bittasi o'zi ketdi, natija bir xil. Endi bundan xulosa nima bo'ladi? Gap bu top universitetlarda emas.
bu bolalarda o'zida, ya'niki bolani o'zi zo'r, shunga hayotda muvaffaqiyatli bo'ladi. Universitet albatta juda katta ko'p qiymatlar beradi, bu narsani ochamiz, lekin asosiy fokus bu siz. Universitet sizni tanlab oladi. Siz birinchi o'rinda, siz Sayfulla aytib o'tdingiz, ya'niki maqsadlar bo'lishligi, katta maqsadlar bo'lishligi. Mana shu narsani insholarda nimaga uchun inshoda o'rni katta? Aynan sizni shaxsiyatingiz, ichki olamingiz, katta maqsadlaringizni ko'ra olishlikda. Sizda liderlik qobiliyati bormi? Sizda yuqori zehniyat bormi va sizda yetarlicha will power, ya'niki o'sha maqsadingizga erishishga ishtiyoq bormi yoki yo'qmi? Mana shu 3 ta narsaga qaraydi xolos. O'zi bundoq umumiylashtirsak, o'sha imtihon natijalaringizdan sizni ma'lum bir miqdorda IQ darajangiz, ya'niki murakkab bilimlarni ola oladim yoki yo'qmi? O'sha klublaringiz, boshqa o'zingiz initiate boshlagan volonter ishlaringiz, boshqalaringiz orqali bu bolada liderlik qobiliyati bormi yoki yo'qmi? O'sha sizning maqsadlaringizni eshitib, katta maqsadlaringizni ko'rib, bu bolada yo'li bormi yoki yo'qmi? O'sha narsani ko'radi xolos. Mana shu narsa sizni, demak, selling pointingiz. Ya'niki shu narsani ochib bera olsangiz, qabul qilishadi. Siz lekin Garvard, sen meni orzuyim bo'lgansan tug'ilganimdan beri, hamma qilgan narsa faqat sen uchun, umrim senga fido deb masalan yondashuvda qilsangiz, ularga qiziq bo'lmaysiz. Chunki ular ham sizni keyinchalik natijalaringizdan manfaatdorda. Mana bizdan mana prezident chiqqan, mana bizdan mana Nobel egasi chiqqan, mana bizdan bu shaxs chiqqan degan ma'noda. Shu jihatda demak, portfoliyoni qurish, portfolio haqida o'ylashdan oldin yoki o'zi top universitetga kirishni o'ylashdan oldin hayotingizni yo'li, maqsadlaringiz, katta maqsadlaringizni anglab olishingiz kerak bo'lar ekan. Endi aynan shu nuqtadan boshlab Sayfullo, sizni maqsadlaringizga kirsak, ya'niki mana aytdingiz, o'zingiz maqsadlari bo'lishi kerak, boshqa top universitetlar haqida o'sha freshmandan boshqadan eshitib shakllangan o'qishlik va yana aytib o'tdingiz, Amerikada o'qishlik qo'rquvi bo'lgan, ya'niki kira olmasam nima qilaman O'zbekistonda degan qo'rquvi. Demak, sizda anaqa hayolingizda rejangiz bo'yicha siz Amerikaga ketishingiz yo shu Angliyaga, Cambridge, UCL ga ketishligingiz kerak bo'lgan. Nima uchun? Maqsad nima bo'lgan? Xo'p. Maqsad, men o'zi har doim o'zimda bo'ladigan prinsip bu komfort zonasidan tashqariga chiqish. Yaponiya mana komfort zonamga aylangan. Qaytib keldim. Qiynaldim O'zbekistonda. Yashadim ozgina, qarasam O'zbekistonga ham o'rganib qoldim. Ya'ni bu ham komfort zonaga aylandi. Va keyingi yana hayotimni o'zgartirishi mumkin bo'lgan nuqta bu maktabni bitirganimdan keyin. Ungacha men hech qayerga keta olmayman. Shuning uchun maktabimni bitirgandan keyin yana komfort zonamni o'zgartirmoqchi bo'ldim. Ya'ni yangi o'zim bilmaydigan yurtlarga borib, u yerda o'qishni va Amerika tabiiyki o'sha scholarship berishi bo'yicha eng yaxshi davlatlardan biri. Ya'ni agar siz qabul qilinsangiz, Ivy ligasi, kichik ligasi universitetlariga sizga to'liq grant berishadi. Shuning uchun shunga harakat qildim. Ya'ni o'zi asosiy fundamental mana prinsipim bu nimadirga o'rganib qolsam, o'sha muhitni o'zgartirishga harakat qilaman, chunki zerikib qolishim mumkin va o'sishdan to'xtashim mumkin. Va hozir yaxshi keldim. Qiynalyapman. Qiynaldim ham boshda. Shuning uchun bilgani hozir natija yaxshi ketyapti, chunki qiynalish bo'lyapti. Va o'sha 4 yildan keyin AQShga ham o'rganib qolish mumkin. Bu degani yana qayergadir o'zgartirish kerak muhitni. Shunaqa. Tushunarli. Endi demak komfort zona. Demak sizni xarakteringiz, ya'niki sizga doimiy yangi challengelar, new challenges deydi-ku, qiyinchiliklar, yangiliklar kerak. Shu naqangiz bor, xususiyatingiz. Endi yana savol beraman-da, nimaga? Nima uchun sizga doimiy challenge kerak-da? O'zi aslida insonda ya'niki miyada masalan qanaqa ishlaydi? Miya optimize qiladi hamma narsani-da. Utility function degan narsa bor. Ya'niki har doim ratsional fikrlaganda insonlar deylik
ziyonlari, muammolari, kamchiliklarini optimize qiladi. Ya'niki minimize the risk, maximize the return degandek. Inson ham chaosdan orderga qarab intiladi. Iloji, ya'niki bu muammolarga ko'p hayotdan muammolarsiz hayotga, ya'niki hammada baxt tushunchasi har xil, lekin o'sha komfort deganni so'z ostida ham shu kabi xususiyatlar bor. Ya'niki qiyinchiliklarsiz, financial independence, oilada totuvlik bo'lishi va hokazo va hokazo. O'zi aslida inson shunga qarab intilmaydimi? Sizda nima uchun doimiy bunaqa yangi challengelar xohishi bor? Xo'p, chaos bilan order tushunchasi haqida aytib o'tdingiz. Ya'ni stabil bo'lib o'sishdan to'xtash, ya'ni bu meni to'liq fikrim, subyektiv fikrim. Stabil bo'lib yashash bu o'rtadagi order, ya'ni bu agar siz big picture, katta qarashda bu final, ya'ni oxirgi nuqta degani emas. Ya'ni nima uchun men har doim chaosga qaytishga harakat qilaman? To'liq chaosga emas, ya'ni balki chaosga yaqinlashaman, chunki long term o'ylab qarasangiz, bu qilayotgan ishim meni ko'proq stabil narsaga olib keladi. Ya'ni inson chaosdan orderga qaytish xususiyati bor, lekin yana bir xususiyati borki, ilm olishdan to'xtamaslik kerak va o'sishdan to'xtamaslik kerak. Agar o'sishdan to'xtasa, u zerikib qoladi. Ya'ni har doim nimalar bilan shug'ullanasiz. Har kuni bir xil ovqat yemaymiz yoki bir xil kiyim kiymaymiz va hammada har xil. Mark Zuckerberg degan asosan ko'p insonlar kiyimini rangini o'zgartiradi. Bugun tovuq yesa, ertaga mol go'shti yeydi. Shunga o'xshab biz ham har doim hayotimizni o'zgartirib turamiz va shunchaki men buni long term olib qaraganda, men Yaponiyada nima uchun meni asosiy maqsadim Yaponiyaga topshirish bo'lmagan. Chet elga topshirish meni maqsadim bo'lmagan, balki hali bormagan yurtimda o'qish maqsadim bo'lgan. Yaponiyaga borib, men osonlikcha o'sha top universitetiga qabul qilinib o'qishimni davom ettirishim mumkin edi, lekin men shunchaki chiqib ketgan orderimdan yana qaytishim kerak bo'lar edi. Lekin bu menga hech qanday o'sish nuqtasini bermaydi. Shunchaki bosib o'tgan yo'limga shunchaki qaytib boshqatdan bosib o'tishimga sababchi bo'ladi. Shuning uchun men long term o'ylab qaraganda chaosga short termda chaosga qaytayotgandek ko'raman, lekin long term o'ylab qarasangiz, men katta chaosdan katta order tomonga yurayotgan bo'laman. Shu meni fikrim. Tushunarli. Yaxshi. Bunga yana hozir kiramiz ichkariga. Nima uchun engineering? Engineering bir tomoni borki, bu juda o'qish qiyin, lekin bitirgandan keyin sizda ko'proq qilmoqchi bo'lgan ishingiz, ya'ni qila oladigan yo'nalishlaringiz bo'ladi. Ya'ni nima uchun aynan aytaylik, ikki xil soha bor. Chemistry bor, chemical engineering bor. Nima uchun aynan chemistry emas? Chemistry qilsangiz ko'pincha siz akademiya to'xtaysiz, ya'ni professor bo'lib to'xtaysiz. Agar lekin siz chemical engineering qilsangiz, chemistryga borishingiz mumkin, material sciencega borishingiz mumkin, environmental side'ga borishingiz mumkin. Ya'ni sizda ko'proq o'sha karyerangizda eshik bo'ladi. Shu sababdan ham engineering o'qish muhim. Va yana bitta narsa, Prezident maktabida bir marta reunion bo'lgan edi, o'sha iyun oyida, va Turkiyada o'qiyotgan o'sha oldingi bitiruvchi akamiz bilan suhbatlashgan edik va o'shalar ekonomika o'qiyaptilar hozir Turkiyada va aytgandilar, bizdagi professorlarning hammasi PhD'sini ekonomikada qilgan, iqtisodda, lekin bakalavriga qarasang, hammasi engineering. Ya'ni engineering sizga aytganda ko'p eshik ochib beradi. Ikkinchi sababi, har xil skilllar beradi. Ya'ni bitta skill to'xtab qolmaydi va har xil skilllarni beradi. Sizda problem solving, analytical skills, har xil sohalarni bir-biriga jamlaydigan skilllarni beradi. Shu sababdan ham engineering o'qish menga yanada mukammal inson bo'lib yetishimga yordam beradi deb o'ylayman. Tushunarli Sayfullo. Endi yana ham ochamizda. Hozir ayni aytyapsiz, engineering yo'nalishini tanladim chunki bu menga ko'p eshiklar ochib bera oladi. Haqiqatda shunaqa. Ya'niki engineering
yo'nalishi, ya'niki injiniring yo'nalishi bu muhandislik yo'nalishi. Uni ham turlari ko'p: mechanical, chemical, bio, boshqa. Haqiqatda injineringni o'qib, keyinchalik turli xil karyeralar sohalarida yuqori muvaffaqiyatga erishgan insonlar juda ko'p. Universitet bu sizga anaqa framework, toollar beradida, ya'niki muammolarni hal qilishda o'sha bir yondashuv beradi. Bir muammoga turli nazardan qarab o'shani yechishda. Injener bilan iqtisodchi bilan moliyachi bitta muammo berilsa, unga turli nuqtalardan qarab turlicha yechimlar beradi. Endi savolim, Sayfullo, siz aytyapsiz turli eshiklar ochib beradi deyapsiz, lekin biz maqsad haqida gaplashyapmiz. Maqsad bu uzoq muddatli, ya'niki what's the ultimate goal deydi-ku. Ya'niki siz qaysi eshikdan o'zi kirmoqchisiz? Ya'niki eshiklar ko'p, to'g'ri, yoki hali qaysi eshiklardan kirishni bilmaysizmi? Ya'niki biror bir eshik bormi? Universitetdan keyin mana shu ishni qilmoqchiman yoki mana shunaqa katta orzularim, maqsadlarim bor. Mana shu yo'lda menga injiniring kerak edi degandek yondashganmisiz, yoki injiniring menga qiziq, u ko'p eshiklarni ochadi, bitirib olaveraychi, qaysidir eshik tanlarmanda degan holatdamisiz? Qaysi biri? Engineering sohasini o'zida civil environmental engineering sohasini tanlaganman Princetonda o'qishim uchun. Shu mana soham majoram va bitirganimdan keyin shu environmental engineering sohasi bo'yicha ish olib bormoqchiman. Boshida chemical engineering o'qimoqchi bo'lganman, lekin chemical engineering o'zida ham environmental narsa qilmoqchi bo'lganman. Keyin o'ylab qaraganman, environmental engineering o'zini o'qiganim menga tezroq, ya'ni chemical engineeringdagi ba'zi qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganganimdan qaraganda environmental engineeringni ko'proq o'rganim yaxshiroq. Shuning uchun majorni switch qildim va bitirganimdan keyin qilmoqchi bo'lgan asosiy narsalar bu hali aniq bitta narsani tanlab olganman, lekin ko'proq technical sohada ishlamoqchiman. Ya'ni masalan, bular nima bo'lishi mumkin? Birorta sistem yaratib, o'sha ustida ishlash. Har xil narsalar bor. Masalan, hozir minorimni optimization and quantitative data science sohasini o'qimoqchiman. Bu faqat biznesni optimizatsiyalash emas, balki o'sha engineeringdagi system dizaynlar bor. Hamma narsani o'sha optimizatsiyalash, shular ustida ishlashadi. Ya'ni shu soha bo'yicha boshida ishlab ko'rmoqchiman. Ya'ni har xil system dizaynlar yaratib, ularni o'sha aytaylik birorta kompaniyaga apply qilish, boshqa narsalarga apply qilish. Keyinchalik qilmoqchi bo'lgan ishim ko'pincha environmental bitirganlar ikkita soha tanlashadi: engineering yoki consulting, ESG sohani tanlashadi. ESG sohasini tanlashni hozirchalik xohlayotganim yo'q, chunki ko'pincha bu faqat shunchaki gaplashish va aniq dalil birorta narsa ustida ishlash emas. Man balki ko'proq aniq birorta narsa, system dizayn yoki boshqa narsa haqida ishlamoqchiman. Va hozir universitetim davomida har xil environmental researchlar qilyapman. Hozir birinchi yilda suvga e'tibor berdim. Ya'ni birinchi qilgan ishim bu green roof research, ya'ni green infrastructure. Ya'ni green infrastructure bu o'sha infratuzilmalarni, ya'ni yashil infratuzilma, ya'ni ularni ekologiyaga to'g'ri keladigan holatda yaratish. Masalan, men aynan e'tibor bergan narsam bu green roof, ya'ni bizdagi rooftoplarni, tomlarni o'sha tomlarga o'simlik o'stirish va bu birinchi navbatda har xil hid, ya'ni issiqlikni saqlaydi o'zida, ya'ni binoga kiritishga yo'l qo'ymaydi, saqlab qoladi issiqlikni va suvni to'g'ri taqsimlaydi. Ya'ni masalan, aytaylik, sel yog'sa yoki ko'p qor yog'sa, yomg'ir yog'sa, suv to'planib qolishi mumkin va bu bosim beradi tomlarga va bu binoning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Lekin agar siz o'simlik bilan qoplasangiz tomni, o'simliklar o'ziga suvni shimab oladi. Ya'ni shu ikkita narsani yechishga yordam beradi va shu researchga fokus qildim.
Va hozir o'ylab qolgan narsam bu, ya'ni green infrastructure bizneslar bor. Ya'ni boshida engineering bilan boshlasam, keyinchalik bu narsani biznesga aylantirish mumkin. Ya'ni ko'pincha engineeringdagi keyinchalik ba'zi insonlar bosib o'tadigan yo'l, Elon Musk boshqalar bosib o'tadigan yo'l, ya'ni engineering narsani o'sha biznesga aylantirish. Ya'ni green infrastructure yoki boshqa sohalarni ham biznesga aylantirish usuli bor va shu variantni ham o'ylab chiqyapman. Ya'ni boshida engineering haqida fundamental bilimlarni egallasam, kompaniyalar haqida o'rgansam va o'sha yerdagi ba'zi qilinmagan ishlar yoki ko'rayotgan qanaqadir gap, ya'ni hech kim hali qilmagan ish bo'lsa, o'shani to'ldirish va o'sha to'ldirishni biznes orqali qilish mumkin. Va shuning uchun universitet davomida birinchi yil suvga e'tibor bergan bo'lsam, ikkinchi yilni masalan energiya sohasiga, uchinchi yilni optimizatsiyalashtiradigan laboratoriya bor. O'sha energiyani taqsimlash, energy resource management, shunaqa sohalar bor. O'shalarni explore, ya'ni ko'rib chiqmoqchiman va o'zimga to'g'ri keladigan environmentaldagi bitta soha. Juda ajoyib. Davom etishingiz kerak bu kabi loyihalar explore qilish nuqtasida. Ayni paytda ya'niki turli xil narsalarda o'rganishlik, izlanishlik, o'sha bilimni olishlik juda qiziq yo'nalishlar. Energy ham biz uchun juda qiziq narsa bo'lgan. Litsey paytlari o'z backgroundim physics bo'lgan. Olimpiadalarga qatnashib yutib, xalqaro olimpiadalarga chiqaman deb harakat ko'p qilganmiz. Keyin shu admission top universitetga kiraman degan nuqtada oldin masalan fizikaga chuqur kirsangiz, ertalabdan kechgacha fizikani o'qiysizda. Lekin qabulga tayyorlanaman desangiz, u paytda bizda ingliz tili ham, SAT boshqalar 2018-17-yillar hech narsa bo'lmasdi-da. Uni give up, ya'niki voz kechishimizga to'g'ri kelgan. Shunga qolib ketdi bu yo'nalishlar. Xayrga. Qiziq narsa aytib o'tdingiz, Sayfullo. Ya'niki engineering sizga juda ko'p bilim beradi va sohaga chuqur kirishga imkoniyat beradi va uni siz demak biznes uchun ishlatishingiz mumkin va xuddi o'sha Elon Musklar kabi katta bizneslar qilishingiz mumkin. Bu haqiqatda bir qiziq yondashuv. Hali biz yuqori innovatsiyalar, texnologiyalar, startaplar qilishdan oldin qilishimiz mumkin bo'lgan juda ko'p narsalar bor. Misol tariqasida aytaman, O'zbekiston misolida bizning yer osti boyliklarimiz bor, juda turli xil, masalan oltin, kumush, mis, neft, gaz va hokazo va hokazo. Iqtisodiyotda bilasiz, tovar va servisdan iborat. Tovarni ishlab chiqishlik qancha murakkab bo'lsa, qancha uni ustida ishlov berilinsa, innovatsiya kiritilsa, uni qiymati shuncha oshib boradi. Misol masalan chiplari, Nvidia kompaniyasi $3 trillion qiymatdan oshib ketdi. Market capitalizationi nima uchun? Uni berayotgan chiplari, o'sha GPUlari AI sohasida juda ham keng qo'llanilyapti va uni qiluvchi produktni hamma ham qila olmaydi. Birinchidan unga juda katta kapital kerak va juda ko'p human resource, ya'niki talantlar kerak. O'zini yo'nalishini, ayniqsa shu engineeringda chuqur biluvchilar kerak. Nanotexnologiyalar bilan ishlay oladiganlar kerak, chunki bu chiplar nanotech hisoblanadi. Endi O'zbekiston misoliga kelsak, O'zbekistonda biz agarda yer osti boyliklarimizni shunchaki berib yuborsak, uni ustiga hech qanday qiymat qo'shilmaydi. Mana o'sha Nvidiaga nima kerak? Eng birinchi turpoq kerak, kremniy, silka kerak. Agarda biz turpoqlarni shunchaki KAMAZga ortib jo'natib yuboradigan bo'lsak, unga oladigan pulimiz olishimiz mumkin bo'lgan eng minimum narxda bo'ladi. Biz uni qayta ishlasak, ya'niki o'sha chip bo'lish nuqtasiga borguncha deylik 10 ta bosqich bo'lishi mumkin. Har bir bosqichda o'sha bosqichda amalga oshiruvchilar o'zini qo'shimcha qiymatini qo'shib boradi. Agarda biz mana shu narsani orasiga kira olsak, o'sha qancha ko'p qadamda bosa olsak, O'zbekistonda o'zida turib zavodlar ochib, uni qayta ishlab, biz shuncha ko'p qiymat yarata olamiz. O'zimiz uchun, jamiyat uchun, xalq uchun. Demak, bu ya'niki ayniqsa mana sizni yo'nalishingiz chemical engineering bo'lsa, commodity sohasi, bu sohada bu soha oddiy omma xalq bu haqda oshiqcha ma'lumotga ega emas, chunki bu asosan katta korporatsiyalar o'zaro wholesale darajada amalga oshadi. Masalan, import eksport bo'lganda fertilizerlar,
agrosanoatda yoki bo'lmasam chemical sanoatda ham juda ko'p o'sha tovarlar bor. Kerak bo'lsa bu davlat darajasida juda strategik tovarlar. Bu shunaqa tovarlar bor, uni faqat davlatlar o'zaro bir-biriga oldi-berdi qiladi. Oddiy odam kelib masalan bir kompaniyasi uchun ola olmaydi u narsani, puli bo'lgan taqdirda ham. Va ularni ishlab chiqarish ham o'ziga yarasha juda qiyin. Biz mana shularga ham e'tibor berishimiz kerak. Ya'niki agarda siz bu sohada chuqur ketaman desangiz, bu sohalarda ochib ichkariga kirishligingiz o'zingizga, jamiyatga juda katta qiymat yaratadi. Barcha o'sha deylik emerging markets deydi-ku, o'sib borayotgan iqtisodiyotlarda bu kabi ishlarni amalga oshirishlik juda ham foydali har bir tomon uchun. Shunga juda qiziq. Demak, Sayfullo, injeneringni tanlabsiz, hali aniq rejalaringiz yo'q. Masalan, deylik, o'qishni bitirib, mana bu sohada ketaman yoki mana bu kompaniyaga kiraman yoki aynan mana bu ishni qilaman kabi. Hozir asosiy demak fokusingizda maksimal darajada bilim olishlik, tajriba orttirishlik. Va bu juda to'g'ri narsa. Faqat bitta narsani aytib o'taman, do'stlarimizga aytaman. Top universitet bo'lsa ham, universitetlarning ildizida ya'niki iqtisodiyot uchun ya'niki talantlarni yetishtirib berishlik. Xunniy tilda aytganda, inglizchada biz aytamiz, kulib bir-birimizga slavery mode deymizda, qullik tizimi. Ya'niki biz mana Carnegie Mellonda o'qiyotganimizda universitet sizga biz kelajak liderlarni yetishtirib chiqaramiz deb o'zini o'zi sotadi-da, lekin universitetga kirib o'qish davomida 4 yilda shuni anglab yetasiz hali. Ular sizni o'sha korporatsiyalar uchun zo'r xodim bo'lib yetishishingizga tayyorlaydi. O'sha deylik karyera feri bo'lsin, boshqasi bo'lsin, o'sha katta kompaniyalar keladi, izlaydi, boshqa qiladi. Bu normal holat. Ya'niki baribir yakunda ko'p narsalar moliyaviy holatga taqaladi. O'qishni bitirib chiqqaningizdan keyin o'zingizni moliyaviy jihatingizni qurishingiz kerak va universitetda o'qigan ilmingiz o'zi yetarlicha emas. Katta loyihalar qilishingizda sizga 100% tajriba kerak. Real world applicationlarda ko'rishingiz kerak. Bu juda muhim. Lekin mindset bu yerda juda bir qiziq narsa-da. Komfortdan qochuvchi inson ekansizda. Ya'niki ko'p holatda kuzatganman, top universitetda o'qib chiqqan bolalar o'sha consulting yo'nalishi, investment banking, boshqa katta korporatsiyalarga kirib ketadi. Yuqori daromad, yuqori ish qilayotgan loyihalari keng ko'lamda qolib ketib qoladi. Umr shunaqa tez o'tadiki, 20 yilda bilmay qolasiz qanaqa o'tib ketganini. Shunga do'stlarimizga doim aytaman, maqsadlaringlar bo'lsin, keng katta maqsadlaringlar bo'lsin va kiringlar, korporatsiyaga kiraylik, ishlaylik, tajriba orttiraylik. Kerak bo'lsa shu moliyaviy qanaqadir nuqtaga chiqish kerak bo'lsa chiqaylik, lekin hech qachon katta maqsadlarimiz esdan chiqib qolmasin. Katta maqsadlarimizdan qolib ketib qolmaylik va biz o'sha deylik kapitalistik tizim rejimni ichiga kirib slavery mode'ga tushib qolib, unda qolib ketmaylik. Mana shu juda muhim narsa. Maqsadingiz haqida so'rayotganim ham sababi shunda. Ya'niki sizning maqsadlaringiz orasida eng kattalari nima? Bir podkastingizda eshitgan edim. Nimadan qo'rqasiz deganda, adashmasam sizning javobingiz o'sha men o'tib ketgandan keyin o'sha qabrimda ustida, ya'niki Sayfullodan hech narsa qolmadi deyishli holatiga tushib qolmaslik deyapsiz-da. Juda bir chuqur falsafiy naqaga ega-da, ma'noga ega bo'lgan fikr va yondashuv. Nima Sayfullodan qolishini xohlaysiz? Nima o'sha narsa? Endi xohlamasangiz kerak, chunki Sayfullo shu maktablarda o'qidi, Princetonda o'qidi, mana u X korporatsiyada 30 yil ishlab shu ketdi degan holatni xohlamasangiz kerak. Nima o'sha narsa? Ya'ni shu narsani aytmoqchiman. Ya'ni shu maktabga qabul qilindi, shu universitetda o'qidi va shu katta kompaniyada konsaltingda ishlab, hayotda o'tib vafot etdi degan storyline hammada ham uchrab turadi va nima desam ekan, ya'ni bu yerda xudbinlik demoqchi emasman yoki nimadirni xohlayotganim ham yo'q. Ya'ni mendan keyin Sayfullo juda zo'r ustoz, mentor bo'lgan deyish ham shart emas. Ya'ni men xohlagan narsa iloji boricha injener sifatida, ya'ni communityga o'zim
o'sib o'tgan joyga yoki o'zim ishlayotgan yoki yashayotgan davlatga qanaqadir o'zimning o'z hissamni qo'shish. Ya'ni har qanday usulda bo'lishi mumkin. O'z hissamni qo'shish va shuni o'zi menimcha yetarli deb o'ylayman. Injener o'quvchilar ko'pincha stress ostida ishlashadi va har doim nima uchun men injener o'qiyapman, boshqa bolaga o'xshab gumanitar o'qisam hayotim oson kechadi-ku deyishadi. Ya'ni universitetga qarasangiz va engineeringdagi workload juda ko'proq. Lekin shu narsani masalan mani o'rtoqlarim so'rasa eslatib o'taman, san gumanitar inson sifatida ham jamiyatga foydan tegishi mumkin, lekin sani injener sifatida qiladigan ba'zi loyihalaring juda keng ko'lamda amalga oshsa, juda ko'plab insoniyatga yordaming tegishi mumkin. Ya'ni san albatta mediada ko'rinmasligi mumkin boshida. Masalan, agar siz biznesga o'tmasangiz, shunchalik injiniring qilsangiz, siz mediada ko'rinmaysiz, ya'ni tanishmaydi sizni. Lekin san qilayotgan ish o'sha suvni tozalash texnologiyasi bo'ladimi yoki boshqa texnologiya bo'ladimi, har kuni odamlarning hayoti to'g'ri ketishiga yordam beryapti. Va bu ko'rinmaydigan san jamiyatga berayotgan o'z hissang, lekin buni o'rni juda katta. Shu narsani har doim o'rtoqlarimga va o'zimga har doim qiynalganimda eslatib qo'yaman. Juda yaxshi. Maqsadlar mavzusini yopishimizdan oldin yana bir savol, falsafiy savol. Bu ham endi hammada har xil. Siz uchun hayotni mohiyati nima? Ya'niki inglizchada aytganda what's the meaning of life and how you define it? Ya'ni buni qanday qilib siz tasvirlaysiz? Hayotni ma'nosini hozir aytib o'tganimdek, o'sha oldingi savolga o'xshash javob bo'ladi. Hammaning o'zini prinsipi bor va o'zi ishonadigan narsasi bor va mana o'sha menimcha o'sha kelib chiqqan holatda o'zimning urf-odatim, dinimga baribir taqiladi. Bu baribir o'sha prinsip asosida baribir yashaymiz. O'zimizning fundamental prinsipimiz o'sha o'zbek sifatida va musulmon sifatidagi prinsiplarimizga asoslanib yashaymiz va oldingi savolda aytgan o'tganimdek insonlarga yordam berish, o'z hissamizni bu jamiyatga qo'shish va hayotdagi maqsadimiz, shunaqa savol berishadi, hayotdagi mana life purpose nima deyishadi, ya'ni nima uchun men bu dunyoda tug'ildim, nima qilishim kerak, nima uchun men tug'ilishim kerak edi degan ba'zi falsafiy savollar bo'ladi. Shunaqa sohalar bor o'sha falsafadagi. Shu narsani o'ylaydigan. Hammada javob har xil va javob bo'lmasligi mumkin. Shunchaki siz o'zingizning prinsipingizga asoslanib yashang va qisqa aytganda qo'lingizdan kelgancha boshqalarga yordam bering. Ya'ni hech qachon xudbinlik yoqtirmayman va iloji boricha kimlarga yordam berish va oqko'ngil bo'lishga harakat qilish mana hayotdagi maqsadlardan biri. Tushunarli. Shunaqa, Sayfullo, ya'niki hayotni mohiyati, mazmunini hamma o'zini qarashi bilan o'lchaydi va shundan kelib chiqadiki, demak ultimate, ya'niki absolut bunga javob yo'q ekanda, hammada har xil-ku degan javob bo'ladi-da. To'g'ri, hammada har xil, chunki u hamma o'zining nazdidan kelib chiqib aytyapti va inson bu kamchiliklardan iborat mavjudot, ya'niki aqliy jihatdan, hamma jihatdan juda ham chegaralangan. Bizni tushunchalarimiz, fikrlarimiz va atrofimiz butun mohiyat, mazmunni anglay olishga. Shunga bu holatda biz tayanishimiz kerak bo'lgan narsa, ya'niki absolut haqiqat nima degan savollarga biz o'zimizning tushunchalarimiz yoki boshqa qaysidir bir falsafachi, shunos, ya'niki Konfutsiy boshqa deb ularning fikrlariga tayanib emas, demak yanada yuqoriroq, eng yuqorida turgan haqiqatlarni anglashlikka harakat qilishimiz kerak. Bu albatta to'g'ridan to'g'ri bizni diniy bilimlarimizni oshirishga borib taqaladi. Buni chuqurroq anglashlik, mohiyatini anglashlik jihatidan.
Alloh taolo sizni maqsadlaringizga erishishlikka nasib qilsin. Xayrligiga, o'zingiz uchun, insoniyat uchun foydaligiga biz doim bu narsadan xursand bo'lamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Demak, sizdan ancha qiymat oldik. Oxirgi ikkita mavzu qoldi. Birinchisi bu intizom. Sizni haqingizda yaxshi fikrlar eshitganimizda aynan shu narsani ko'p eshitdik. Ya'niki Sayfullo judayam bir vaqtni boshqarishida intizomlik va har bir ishlarini o'sha tizimli ravishda qiluvchi yigit deb. Bu juda muhim narsa. Ayniqsa bu top universitetlarga tayyorgarlik ko'rishda, nafaqat unda o'zi umuman har bir insonni hayotida tizim bo'lishligi va vaqtini to'g'ri va samarali foydalanishligi bu juda muhim. Shunga o'zingizni texnikalaringizni qanday foydalanasiz, nimalarga e'tibor berasiz, shular haqida ham ochib bera olasizmi o'sha yoshlarga, do'stlaringiz, ukalaringiz, akalaringizga? Intizom inson sifatida tanishlar ham tanishadi. To'g'ri desam bo'ladi, lekin har doim ham intizomli bo'lib yashash juda qiyin narsa. Har doim siz ba'zan intizomingiz buzilib ketadi va yana uni ortga qaytarishga harakat qilasiz. Va asosiy texnikalarga keladigan bo'lsak, eng muhim narsa, ya'ni nima uchun siz intizom bo'la olmaysiz? Chunki hamma narsa miyangizda bo'ladi va miyangizda chalkishib ketadi. Va eng oson usul uni yozib chiqish. Ya'ni Notion platformasini ishlatgan bo'lsam yoki siz qalam yoki ruchka bilan qog'ozga yozsangiz bo'ladi. Sizning miyangizda nima bo'lsa, nima ish qilmoqchi bo'lsangiz, o'shani tushirish qog'ozga ancha sizni miyangizni to'g'ri boshqatdan strukturani restructure, ya'ni reorganize qilishga yordam beradi. Shuning uchun qog'ozga yozib oling. Aytaylik, siz masalan bugun nimadir to-do listingiz bo'lsa, miyangizda chalkishib ketadi. Hozir supermarketga borishim kerak, keyin bu uyga vasiyat qilishim kerak, keyin jimga borishim kerak. Shu narsalar aralashib ketmasligi uchun hamma narsani iloji boricha qog'ozga tushirishga harakat qiling. Ya'ni bu intizomdagi birinchi eng muhim narsa, bu ko'zingiz bilan ko'rish. Faqat miyangizda o'ylash emas, ko'zingiz bilan ko'rish yordam beradi. Ikkinchi narsa bu o'zingiz emas, boshqa odamlar nazarida nimadir qilsangiz osonroq bo'ladi. Masalan, zalga chiqishni boshladim 2-semestrdan. 1-semestrdan chiqmoqchi bo'ldim. O'sha avgust oyida chiqaman zalga deb o'ylab o'tgan edim, lekin nima uchun buni qila olmadim? Chunki hech kim bilan chiqishga odamim yo'q edi. Ya'ni kim bilan chiqishni bilmas edim va bir kun chiqardim, bo'ldi tugadi. Ikkinchi kuni yana dangasa bo'lib qolasiz. Lekin agar kimdir topsangiz, masalan, menga o'sha 2-semestrda o'rtog'im zalga chiqishni bilgandan keyin, bo'ldi mana chiqaman deb unga qo'shila oldim. Ya'ni agar siz kimdir bilan bu ishni qilsangiz birgalikda, sizda ozgina bo'lsa ham mas'uliyat paydo bo'ladi. Chunki sizning odamingiz qilyapti, siz qilmasangiz uni oldida hurmatsizlik bo'lib qoladi. Shuning uchun siz ham mas'uliyatni his qilgan holda shu narsani amalga oshirasiz. Masalan, bu zalga chiqishda bo'lishi mumkin yoki masalan xohlagan uyga vasiyatni vaqtida bajarish yoki boshqa masalan diyetani to'g'irlash. Shu narsalarda masalan kimdir siz bilan qilsa birgalikda ancha osonlashadi ish. Chunki siz uni urishib turasiz, u sizni urishib turadi agar intizomdan chiqib ketayotgan bo'lsangiz. Ya'ni menimcha shu ikkita narsa eng muhim narsa deb o'ylayman. Uchinchisi bu agar maktab o'quvchilari ko'rayotgan bo'lsa, maslahatim Google Calendarni hozirdan ishlatishni boshlash. O'sha ota-onalar bolalarga ishlatishni, bolalar o'zi ishlash. O'sha Google Calendar orqali hayotini rejalashtirishni boshlashlari kerak. Ya'ni har kuni nimadir ish qilmoqchi bo'lsalar, agar har doim birorta ish qilmoqchi bo'lsangiz, o'shani Google Calendarga kiritib qo'ysangiz, ancha osonlashadi. Chunki universitetga kelganingizdan keyin sizasiz, bu yerda hamma shu kalendar ishlatadi va hayotingiz shu kalendar atrofida aylanadi. Sizning miyangizda 100 ta 200 ta narsalarni saqlash qiyin, shuning uchun hamma shu kalendar orqali hayotini rejalashtirgan bo'ladi. Shuning uchun bu qobiliyat yoki rutin odatni oldindan shakllantiring, universitetga kelishingizdan oldin.
Judayam foydali bo'ldi Sayfullo. Haqiqatda bu intizom, vaqtni boshqarishlik va qilinish kerak bo'lgan narsalarni ketma-ketligi, muhimligi darajalariga bo'lishlik juda keraklik. Ayniqsa shu maktab paytida hozir mana top universitetlarga tayyorgarlik ko'rib yurgan paytdagi bolalarga men o'zim ham eslayman, o'sha payt eng intizomli bo'lgan davrim o'sha universitetga tayyorgarlik ko'rgan davrim bo'lsa kerak deyman. Uyimda, xonamda katta plakatga 7 kunlikda turishdan uxlashgacha bo'lgan oralig'idagi har bir daqiqa, minutiga qo'yib chiqqanman-da hamma narsalarni. Chunki u siz masalan imkoniyatingiz bo'lmasligi mumkin qisqa muddatda ko'p narsalarni qilishga-da. Biz ham kech qolib boshlaganmizda bu jarayonlarni. O'sha oxirgi yilida kerak bo'lsa hali natijalarimiz ham bo'lmagan. Shunga juda nima deydi? Ko'p narsani qisqa vaqtda qilishga to'g'ri kelgan. Xuddi shunday bolalar juda ko'p. 1 yil vaqti bo'ladi, hali imtihonlar olmagan, nima qilishim kerak? Imkoni bormi? Imkonsiz narsani o'zi yo'q, harakat qilsa albatta bo'ladi. U uchun demak hamma narsadan voz kechib, borini demak o'sha fokus bir narsaga qaratish kerak va o'sha narsaga erishishga kerak bo'lgan hamma narsani tizimli ravishda birma-bir qilib borish kerak ekan. Rahmat Sayfullo. Bundan kuzatuvchilarimiz foyda oladi inshaalloh. Xo'p, suhbatimizni yakuniy qismi, ya'niki mana Princeton 1 yil o'qidingiz, mana 1 oydan keyin o'qishingiz tugaydi. Taassurotlar qanday? Culture shocklar bo'ldimi yoki kutuvlaringizdan yuqoriroqda bo'ldimi, pastroqda bo'ldimi? Akademik jihati qanday bo'ldi? U yerdagi muhit qanday? Birma-bir emas, umumiy o'zingizni o'sha taassurotlaringizni ulashsangiz juda foydali bo'lardi. AQShga kelish birinchi navbatda shu aeroportdan chiqib ozodlik havosini his qilishdan boshlanadi va shu hamma orzu qiladigan AQShga o'qish orqali nihoyat kelsangiz, baribir boshda juda qiziqish paydo bo'ladi, excitement, juda xursand bo'lib ketasiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. O'sha aeroportdan universitetgacha bo'lgan poyezdda yo'lmi, mashinada yo'lmi, o'sha yo'llarni ko'rib ketsangiz juda qiziqarli. Hali birinchi kun hech nima bilmaysiz, shunchaki xursandlikdan shok va keyin sekin o'rganib chiqasiz o'sha kampus atrofini va odamlarni va birinchi sizdagi culture shock bo'lishi mumkin, o'zbeklarda bo'lishi mumkin bo'lgan culture shocklardan biri bu small talk va hamma ham sizning do'stingiz emasligi. Maktabda siz masalan aytaylik, bitta bola bilan bugun ko'rishasiz, tanishib olasiz, ikkinchi kuni qo'l berib ko'rishasiz. Ya'ni bu sizning o'rtog'ingizga aylandi, tanishingizga aylandi. Ya'ni yaqin o'rtoq bo'lmasa ham taniysiz, har kuni salom berasiz, gaplashasiz. Lekin AQShda ozgina boshqacharoq. Siz bir kun gaplashgan odamingiz, ikkinchi kuni sizga gapirmasligi mumkin, sizni ko'rib salom bermasligi mumkin. Shunchaki ko'zingizga qarab ignor qilib o'tib ketishi mumkin. Ya'ni ozgina bu yerdagi culture boshqacharoq. Ya'ni siz har doim ko'radigan odam sizning umrbod tanishingiz bo'lib qolmasligi mumkin. Ya'ni birinchi culture shock shu bo'lgan. Ya'ni Prezident maktabi 24 kishilik kichkina sinfda kelgan bola uchun birinchi kuni hello deb salom bergan, gaplashgan, o'sha 5 minutcha gaplashgan odam ikkinchi kuni ignor qilib ketishi juda shok. Lekin bu keyinchalik bilib olasiz, normal holat. Ya'ni hamma ham sizning o'rtog'ingiz. Bu yerda hammada boundary to'g'ri qo'yilgan. Shu odamlar o'rtoq, shu odamlar tanish, shu odamlar shunchaki classmate yoki universitetda o'qiydigan odam. Ya'ni shu narsa birinchi culture shock. Ikkinchisi, bu yerda hozir O'zbekistonlik o'zbek bolalaridan kelib chiqib aytyapman. Ikkinchisi bu small talk bo'lishi mumkin. Ya'ni siz bilan ko'rishayotganda ozgina gapiradi va ketib qolishi mumkin. Masalan, bizda O'zbekistonda masalan ko'rishsak, xola so'raysiz, masalan, buvisi, bobosi, dadasi, oyisi, mushugi, sigiri, hammasini so'rab chiqasiz. Bu yerda unaqa emas. How are you deyishda o'tib ketishadi. Ya'ni to'xtatib ikkalasini gapir desangiz gapirmaydi ular, o'tib ketishadi bir-biridan. Ya'ni bu yerdagi human interactiondagi narsa sizdagi shok bo'ladi. Ovqat emas yoki urf-odat emas, shunchaki odamlar aloqa sizdagi shok bo'lishi aniq. Shuni oldin aytib qo'yaman. Ya'ni
birorta odam bilan tanishsangiz, ikkinchi kuni sizga ignore qilsa, uni yomon ko'rmasligingiz uchun, keyinchalik universitetga keladigan bolalar uchun. Ya'ni shu shok bo'lgan va lekin o'rganganman, ya'ni human interactionlarni, aqshliklar bilan qanaqa gaplashishni, qanaqa hazillar qilish kerakligini o'rganganman. Lekin baribir boshida ko'pincha international studentlar bilan o'rtoq bo'lganman. Chunki baribir ham dunyoqarashimiz o'xshaydi. Noaqshliklarga qaraganda baribir boshqacharoq ularni fikrlashi, ya'ni Yevropa, Yevrosiyodan kelgan bolalar bo'lsa, masalan, ancha o'xshashmaydi. Va bundan tashqari, masalan, o'zbek bolalar, o'zbek qiz o'qiydi, Firuza 3-kurs, yoki qozoq bolalar bor, qirg'iz, tojik, ya'ni Central Asian Student Association 6 kishimi memberi, lekin juda kichkina gruppamiz, lekin baribir ham haftada bir yig'ilib tursangiz, dardingizni aytishingiz mumkin boshida, yoki o'sha suhbatlashishingiz mumkin. Undan tashqari, masalan, Muslim Student Association bor. Masalan, New Jerseydagi musulmon aholisi juda katta va bizdagi MSA tashkiloti rostdan ham juda katta tashkilot va shuni ko'rib juda hayron qolganman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, boshida siz aqshliklar bilan gaplashishga qiynalishingiz mumkin, lekin albatta siz o'zingizning guruhingizni topishingiz mumkin. Baribir bitta o'zbek bola chiqib qolishi mumkin, yoki agar u bolani topolmasangiz, o'zingizning boshqa, masalan, O'rta Osiyo guruhi yoki Yevrosiyo guruhi bo'lishi mumkin, yoki Slavik guruhlar bo'lishi mumkin. Sovet tuzumidagi SNG davlatlar guruhi bor, yoki agar bo'lmasa musulmon davlatlar, musulmon o'quvchilar assotsiatsiyasi bor. Masalan, shunaqa guruhlar bilan yursangiz, ancha osonlashadi. Masalan, Navro'z nishonlaysiz, balki MSA bilan Eid nishonladik, Ramazon oyi nishonladik. Shunaqa har xil eventlar bo'lib turadi. Va shu sizning boshida culture shockni yengishingizga yordam beradi. Va men shu narsani qilganman va shunga osonlashgan ancha human interactionlar. O'qish haqida to'xtalib o'tsam, qisqagina, o'qish juda qiyin emas, lekin qiladigan ish ko'p. Birinchi semestrdagi bilgan narsam, siz hafta davomida faqat dars qilasiz, ya'ni darsdan tashqari boshqa narsa qilishga vaqtingiz bo'lmaydi. Bu podkast ham hozir shanba kuni rekord qilinyapti, chunki hafta davomida umuman vaqtim bo'lmaydi. Ertalabdan soat 3-4 largacha dars, undan keyin ozgina dam olib, ovqat yeb, keyin dars qilishingiz kerak. Ya'ni siz deyarli bo'sh vaqt ajrata olmaysiz hafta davomida. Shuning uchun bu yerdagi o'quvchilarni hammasi hafta davomida ko'rsangiz, kutubxona to'liq, hamma common roomlar, hamma dars qotgan bo'ladi. Keyin yakshanba kuni dam olishadi. Shunda ham yakshanba kuni dars qilishadi, chunki dushanba kuni masalan quiz bo'lishi mumkin. Masalan, menda fizikadan har doim Monday quiz bor. Shuning uchun yakshanba kuni ham tinch o'tkaza olmayman. Kechqurun quizga tayyorlanishim kerak. Shunaqa. Bosim kuchli va o'qish qiyin. Lekin ta'tillar ko'p beriladi. Uzun ta'tillar, masalan, yozgi ta'til may o'rtasidan avgust oxirigacha, o'zbekistonliklardan ozgina ko'proq. Shunaqa. Ya'ni vaqti kelganda o'qishadi va vaqti kelganda dam olishadi. Ya'ni shunaqa balans bor. Lekin ko'pincha shu mental healthga tushib qolishi mumkin yoki masalan depressiyaga tushib qolishi mumkin. O'shanda ham masalan yordam beradigan tashkilotlar, organizatsiyalar bor. Shu o'qishdan tashqari tashkilotlar haqida to'xtalib o'tdim. Central Asian Associationdaman, Muslim Student Associationdaman, Japanese Student Associationda borman. Unda har xil klublar bor. O'zingizning qiziqishingiz doirasidagi klublar bor. Masalan, bittasi Engineers Without Borders. Men o'shanda hozir faoliyat yurityapman. U yerda o'sha Janubiy Amerika davlatlariga borib, yoki Afrika yoki Janubiy Amerika davlatlariga borib, u yerdagi suv resurslarini tozalash va filtrlarni o'rnatish bilan shug'ullanadi. Ya'ni siz semestr davomida o'sha filtrlar dizaynini chiqasiz, partnyorlar bilan gaplashasiz, hamkorlar bilan suhbatlashasiz, o'sha travelni plan qilasiz, o'sha rejasini tuzib chiqasiz, nima qilish kerakligini va yil oxirida avgust oyida o'sha davlatlarga borib filtr o'rnatasiz, o'sha suv tozalashga yordam berasiz. Ya'ni
har xil klublar bor. Men aytib o'tgan shu faqat bittasi. Yana bittasi Princeton Rocketry'da bor edim. Birinchi semestrda raketa yasab uchirganmiz bir nechtasini. Ya'ni qiziqishingiz doirasida xohlagan klub chiqadi qidirsangiz va o'sha yerdan ham do'st orttirsangiz bo'ladi. Ya'ni shu asosan Princetondagi hayot shu bilan o'tadi va har doim hammani miyasini bir chekkasida stajirovka amaliyotlarni amalga oshirish, research qilish va bitirgandan keyin qayergadir ishlashga borish degan xayol turadi. Masalan, hozir yozda ham stajirovka oldim va o'sha yerga hozir xudo xohlasa tushib ketaman va hamma shu narsaga intiladi. Hech qachon bir-biridan qolib ketmaslik, peer pressure bor va har doim nimalarni erishib yurish. Shunaqa qiziq. Qanaqa stajirovka oldingiz, internship? The Wind Energy bo'yicha hozir Yevropaga borishim rejasidaman. Hozir viza prosesini amalga oshiryapman. International Internship Program degan programma bor Princetonda. Har yili 100 dan ortiq davlatga o'quvchilarni jo'natadi. Har xil stajirovkalar orqali va Princeton qoplab beradi shu hamma pulni. Top universitetning yaxshi tomonlaridan biri puli ko'p va siz nimadir qilmoqchi bo'lsangiz pul beradi sizga. Va shu imkoniyatdan foydalanib hozir Wind Energy, ya'ni shamol turbinalari researchi uchun Qaysi institutda qilasiz? Max Planck Institute, Germaniyadagi Max Planck Institutda o'sha yutib oldim Princeton grantini va o'sha yerda hozir research qilishga. O'zingiz researchingizni qilasizmi yoki u yerdagi researchlarga assistentmi? Assistent sifatida o'sha intern. Qancha muddatga? 10 haftami? 8 hafta. International Internship Program 8 hafta davomida bo'ladi. Zo'r, foydali bo'lsin. Tushunarli. Demak, culture shock ma'lum bir miqdorda, demak, u yerdagi o'sha o'zingizni boshidagi communitylarda topib olishligingiz, keyin o'qishlar murakkab bo'lishligi, vaqt kam bo'lishligi, klublar ko'p bo'lishligi standart. Ya'niki har top universitet qaysinisiga bormay shu narsa bor. Biz mana Carnegie Mellonda ham Qatardagi kampus bo'lsa ham, lekin muhit ichkarisi birga bir, xuddi siz aytgan holat. Ya'ni universitet haqiqatda juda bir intensiv bo'lardi birinchi kurslarda. Hamma vaqtingizni katta qismi o'qishga ketadi. Lekin bu yerda ham unaqa nima tanlov qilishingizga bog'liq. Straight A 4.0 GPA olaman deb harakat qilsangiz, iloji umringiz faqat shu assignment, midtermga tayyorgarlik qilish bilan o'tib ketadi. Lekin biz mana o'qishlarni bitirib chiqqan, ko'p do'stlarimizni kuzatgan talaba, ex talaba sifatida aytishim mumkin. Iloji boricha fokus qilish kerak. Qaysi ma'noda? Birdaniga 8 ta klubga masalanda ko'rganmiz ko'plarini. Har xil klublar o'ta social bo'lib ketganlar ham yakunda yaxshi natijalarga erishmaganini. Qaysi ma'noda fokus bo'linadi. O'zi vaqti kam, bo'sh vaqtda uni ham yana har xil narsalarga sarflab borsa, yakunda average bo'lib bitirardi-da. Yoki bo'lmasa o'sha yana kimlardir bo'lardi, faqatgina akademik tomonga o'ta fokus qilib ketadi. Endi bu yerda qaysinisi to'g'ri, noto'g'ri degan jihat hammaning subyektiv fikri bo'ladi albatta. Lekin o'ta darajada akademiyaga kirib ketib qolinsa ham, agar siz rejangiz PhD qilish, tadqiqotlarda ichiga chuqur ketmaslik bo'lmasa, bu eng zo'r tanlov bo'lmasligi mumkin. Qaysi ma'noda mana aytib o'tdingiz. Hamma bitirgandan keyin karyera qilishni o'ylaydi. Boshqa bitirgandan keyin qayerdadir baribir tajriba orttirish kerak. Unda o'sha CV'ingizni qurishligingiz, hozir mana aytganingizdek amaliyotlar, bular juda yaxshi katta rol o'ynaydi. Keyin ming o'qiyotgan joyingiz top universitet bo'lmasin, baribir o'rganayotgan narsangiz fundamental bilimlar bo'ladi-da. Oladigan kurslaringiz hammasi qaysidir bir textbookdan bo'ladi. Masalan, chapter 1 dan chapter 25 gacha masalan semestr davomida o'qib chiqasiz. Lekin ularda amaliyotdagi practicality'si, amaliy qo'llanilishligiga baribir tajriba kerak bo'ladi. Shunga iloji boricha eng ideal jihati fokus qilishlik kerak. Ya'ni o'sha maqsadlar haqida gaplashib o'tdik-ku. Maqsadingiz bo'lsa, aniq bo'lsa, yo'lingiz aniq bo'lsa, bilasizda o'qishdan chiqib turib nima qilmoqchiligingizni, keyin o'shanga moslashtirib vaqtingizni o'sha
kerakli bo'lgan narsalarga qaratasiz. Chunki universitet payti ko'zni ochasiz, yumasiz, 4 yil o'tib ketadi. Mana 1 yil ham o'tib ketibdi. Menimcha o'sha Nyu-Yorkka birinchi JFKga kelganingiz xuddi kechagidek esingizda. Keyingi 3 yil ham shunaqa tez o'tadi. Shunga iloji boricha fokusda har xil narsaga emas, o'sha kerakli narsalarga qaratish kerak. Keyin o'sha aytganingizdek communitylar, o'zingizni communityingizni topib olishingiz juda muhim. Ya'niki siz hamma bilan do'st bo'lishingiz o'zi kerak emas. O'zi aytganingizdek mantiqsizlikda bo'la olmaysiz hamda. Hamma har doim har qayerda o'zini klanlari bo'ladi. O'zini qadriyatlari, tushunchalari, qiziqishlaridan kelib chiqib turib, o'shandan kelib chiqib siz ham o'zingizni nima deydi, qadriyatlaringizga to'g'ri keladigan muhit bor bo'lgan o'sha do'stlar kruglariga kirib olasiz, o'zi chiqadi, paydo bo'ladi yo'lda. Zo'r Sayfullo, o'qishlaringizga omad tilaymiz. Buni buyog'iga ham o'sha amaliyotlaringizni zo'r qilib o'tab oling. Suhbatimiz yakunida beradigan yana bir ikki kichik savollarimiz bo'ladi. Bu qaysi desangiz, kitob mavzusi, ya'niki o'tgan safar ham shu savolni bergan edik. Ko'pchilik so'raydi, qaysi kitob eng zo'r sizga yoquvchi kitob deb. Biz savolimiz boshqacha. O'sha qaysi kitob haqiqatda sizga eng yoqqan, lekin hayotingizga katta o'zgarish, ta'sir qilgan va siz u kitobni shunchaki nomini aytmaydi, u kitobni siz ana soting, ya'niki hozir tinglayotgan har bir inson uni eshitib turib, ana spoilerlarni eshitib, birinchi qiladigan ishi o'sha kitobni izlab topib, PDFini boshqasini yoki biz uni topib qo'yamiz linklarini, borib o'qishni boshlasin. Ya'niki soting o'sha kitobni, siz uchun juda qadrli bo'lgan. Va u qaysi kitob? Yaxshi savol, lekin qiyin savol. Kitob haqida ko'p savol berishadi boshqa podkastlarda ham. Aynan bir kitob aytolmayman, chunki Bo'lmasa kino ayting, agarda kinolar ko'radigan bo'lsangiz. Kino aytishdan oldin kitob haqida aytmoqchiman. Kitob bu, agar bitta kitob tanlab uni to'g'ri desangiz, bu noto'g'ri bo'lar edi, chunki kitob bu shunchaki yozuvchining subyektiv fikri va agar uni to'g'ri desangiz, noto'g'ri bo'ladi, chunki u ham inson va u ham o'zining fikrlashidan kelib chiqib aytishi mumkin. Shuning uchun siz aynan bir kitob desangiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun siz har xil kitoblarni o'qishingiz kerak va har xil ma'lumotlarni qabul qilishingiz kerak. Lekin bu javobi masalan diniy kitoblardan tashqari bo'ladi, ya'ni u boshqa mavzu. Ya'ni inson tomonidan yozilgan kitoblar haqida gap ketyapti. Kinoga keladigan bo'lsak, Christopher Nolan ko'plar javob berdi. Men ham shuni tanlar edim. Christopher Nolan kinolari yaxshi ishlangan, uzun, 2 soat, 3 soatgacha cho'zilishi mumkin, lekin ko'rishga arziydigan, o'sha 3 soatga arziydigan kinolarni ishlab chiqaradi. Oxirgi ko'rganlarimda Inception bilan Oppenheimer kinolar yoqqan. Interstellar ko'rishni hammaga maslahat berar edim. Siz koinotga qiziqasizmi, qiziqmaysizmi, baribir juda qiziq kino va hammaga o'shani maslahat beradi, Interstellar kinosini. Rahmat Sayfullo, haqiqatda kitob bu subyektiv, hamma har xil kitobdan har xil qiymat oladi. Har bir kitobda turli xil qiymati bor va har kitobni ham o'qib ketaverish kerak emas. O'ziga kerakli, foydali bo'lsa, uni revyularni ko'rib o'qib ketsa bo'ladi. Kino jihatdan ham haqiqatda aytib o'tgan Interstellar filmi ham juda bir chuqur mazmunga ega. Uni tomosha qilsangiz ko'p qiziq fikrlar uyg'onadi. Rahmat katta Sayfullo, vaqtingiz uchun juda ham foydali, manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Buni ko'rgan yoshlar, balki ota-onalar bu podkastdan qiymat olsa, demak biz bu sarflagan vaqtimiz foydali bo'lgan bo'ladi. Yakunda Sayfullo aytaman, bu ham YouTube uchun deydi-ku. Har bir olingan ilmda o'zini zakoti bo'ladi. Agarda shu podkastimiz 50 mingtadan ko'p tomoshabin ko'rsa va
kommentariya qismida hamma o'zlarini fikrlarini, orzu maqsadlarini ulashsa, yoshlar ayniqsa, balki o'sha Princetonga kirmoqchi bo'layotgan bolalar bo'lsa, yoki qanaqadir tadqiqotlar qilmoqchi bo'layotgan bolalar yoki chemical engineering shu sizni yo'nalishingizdan aloqador sohada natijalarga erishmoqchi bo'layotgan bolalar bo'lsa, o'shalar ichidan bittasini tanlasangda, sizga u bolani bog'lasak, ya'niki siz u bolaga mentor sifatida yo'l yo'riq, o'sha savollari chiqqanda boshqada yo'l yo'riq ko'rsatasiz. Chunki bizni vazifamiz o'zimiz yuqori natijalarga erishib, keyin jamiyatimizga qaytib qiymat qo'shishlik va bu bilan bitta vaqtda o'zida o'zimizdan kichik ukalarimiz, singillarimizni ham o'sha mana shu yo'lda yordam berishlik bu bizning vazifalarimizda. Shunga rozi bo'lsangiz shu ishni amalga oshiramiz. Siz o'zingiz tanlab olasiz o'sha kommentariyachilarning ichidan. Xo'p. Rahmat katta Sayfullo, o'qishlaringizga, ishlaringizga omad, xayr tilaymiz. Tinch bo'ling, omon bo'ling. Rahmat katta. 2024-yilning o'zida 400 mingdan oshiq o'zbekistonlik talabalar maktablarni bitirishdi. Biroq ularning faqatgina bir nechtasi Garvard, Stanford kabi universitetlarga qabul qilindi. Xo'sh, nega? O'zbek o'quvchilarini dunyodagi nufuzli universitetlarda o'qishdan nima to'sib turibdi? Muammo nimada? Imtihonlarning haddan tashqari qiyinligidami yoki o'qish xarajatlari qimmatligidami? Aslida eng katta muammo to'g'ri ma'lumotning yo'qligidadir. Qunt bilan tayyorlanish orqali imtihonlardan yetarlicha natijalar olishingiz mumkin. O'qish xarajatlariga keladigan bo'lsak, hozircha grantlar yetarlicha. Qanday qilib top universitetlarga grant yutishish mumkin deysizmi? Biz jamoamiz bilan birgalikda siz uchun yo'l xaritasi ishlab chiqdik. Tayyor bo'lsangiz, biz unda boshladik. Dunyoda 62-o'rinda turadigan City University of Hong Kongda $100,000 grant Hozirda jahon reytingida 9-o'rinda turgan University College Princeton London universitetida oliy 160,000 grant New York asosida University'ning Abu Dabidagi filialida $328,000 grant asosida o'qiyman. Amerika va Yevropa universitetlari odatda ikki turdagi grantlarni taklif etishadi. Hech kim gapirmaydigan muammo haqida gapirib o'taman. Bu shartnomaga qo'l qo'yishim o'zida menga $15,000 taklif qilishdi. Veb-saytda topib bo'lmaydigan ba'zi sirli ma'lumotlarni qayerdan topish mumkin? Bu kurs kim uchun desa, top universitetga topshirmoqchi bo'lgan o'zbek yoshlari. Har qanday holatda siz hozir ingliz tilini o'qiyotgan bo'lishingiz shart. Men Bahodirov Rasul, Nodir Murodulloyev, Shahlo Yo'ldoshboyev, Sayfullo Saidov, Ibrohim Iskandarov, Nodirjon Muhammad. AQSh oliygohlariga kirish uchun eng muhim narsalardan biri portfolioni to'g'ri tuzish haqida o'rganib chiqamiz. Komuna platformasi orqali ko'plab Amerika universitetlariga bir vaqtda o'zida hujjat topshirishni o'rganasiz. insholar va tavsiyanomalarni to'g'ri yozishni o'rganasiz. Shu bilan birgalikda top universitetlarning intervyulardan muvaffaqiyatli o'tishni o'rganasiz. Learn, dream, Watch and change your life. Join us.